Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrlik Qur'ondan nazari programmaki fidoyilar ekranidagi hurmatli ko'ruvchilar, dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur uchun anglab tushunadigan qarindoshlar, hammalarningki shu vaqti va buningki vaqti xayrli bo'lsin. Men Abdulaziz Bekto'g'roq Istanbuldan sizlarga salom qilyapman. Qarshimizda Londondan Kerem Zahir efendi. Assalomu alaykum, qanday ahvollari, yaxshimi? Ekranning Aleykümselam. Rahmetullah. Qanday ahvallar? Hizmetullah'ma? yaxshi. Bu sahnani hozirlayotgan fidoyilar ekranidan Ahmedjon Qashqarli fidoyi qarindishimiz. Hammanglar xush keldinglar. Qanday ahvolinglar, yaxshimi? Bilan turdinglarmi? Allah'a şükür. Qanday o'zlar Bugun tinchlik yana shu turiblar? yaxshi, alhamdulillah. Bugun yana biroz kechikib qoldik. Shu sababdan qadrlik ko'rganlardan kechirim so'raymiz. Bugun endi biz 59-songa kelibmiz. Elhamdülillah, Xudoga shukri. Bundan keyin nurg'un programmalar qilamiz birlikda. Ammo bugungi tema salmoq yomon bir ig'ir bir tema. Biz shu musulmonlarning qismi shu shariatni tushunib kelayotganlik. Bu shariat yasam, shariat deb jon beriglik. Shariat deb xiyol qilinglar. Barliq narsamizni shunga to'g'rilagan shu. Endi ustoz, bu shu shariat zodi Qur'oni Karimda bizga ko'rsatilgan shariat qaysi? Ondan keyin bizning kallamizda xiyol qilib olgan shariat bilan qanday farqi bor? Shu to'g'riliq bizga bir so'zlab bersizlar. Bu yaqinning yanqisi dunyo miqyosi demaydi. Turkiyada shariatga qarata har xil ko'z qarashlar, har xil bas munozaralar bo'lib kelyotidi. Albatta biz Turkiyada yashashga, Turkiya qiziqadigan qarindoshlar dunyoning har qaysi yerda bo'lg'achqa bu haqda texim yaxshi bir ochiq, yarqin Qur'oniy bir fikr qandaydir deb o'ylaymiz hamda. Xudo bo'lsa, qilib rahmat o'zlaridan bir tinglab qilib buyursinlar. Assalomu alaykum. Dunyoning xos joylarida hurmatli qarindoshlar, hammalarning shu vaqti xayrli bo'lsin. Biz burun shu 59-soniga kelishlik oraliqda islomdagi e'tiqod, ibodat, ahkam va prinsiplarni tortib, davlatlik dushmani to'g'ri tonish qatori nurg'unlagan sohada programmalarning o'zini keldik hamda programmani so'zlab shuning o'zini kuchimizning yetishicha bir Qur'onga asoslanib turib tushuncha berib keldik. Ham bugun shariat haqida to'xtalamiz. Bunun oldida yana islom degan bir so'zmi bor aslida. Nurg'un yerlarda islom teng shariat deb tushunadigan bir tanglimi bor. Yani islomni shariatga teng qiladigan yana bundaq bir uqum bor yo tushuncha bor yoki. Shuning uchun men burundan tortib bu shariat bilan islomning o'rtasida zo'r bir farqning borligini, ikkisiniga tubdan o'xshamaydigan yerlarning borligini, ammo prinsip jihati qandaq shu sohada o vaqtda keng to'xtalmagan. Bugun masalan shariat haqida maxsus bir program bo'ldi. Shuning uchun shariatniki qandaq bir narsa ekanligini islomni oz bir tushuntirish bilan birga andagi shariatning o'zini tushuntirishga kirishimi. İslam deganning o'zi hamda shu bizniki diniy e'tiqodimiz, ya'ni dinimiz, islom dini degan shu dindan iborat. Yani Alloh taolo Qur'oni Karimda Estaizu billah el-yevme ekmeltu lekum dinakum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekumul islame dina degan shu oyatning o'zidimi islomni bizga din qilib berganligi haqida, uningga o'zi uni bizga din qilib berganlikka Alloh taolo o'zi rozi bo'lganligi haqidagi bir bayonotning o'zini bizga berdi. Demakki, Qur'oni Karimdagi o'zi bir islom ekanligi, u yerdagi islomning o'zi bir din, ya'ni uniki nemasi ideologiyalik tarafi din.
deb atıldıganligini Allah Taala bayon qiladi. Bu islom dini hamda qandaq bir din degan vaqtida buni qisqacha nim qilgan vaqtida Allohga ishonishni asos qilgan va butun dunyodagi yana shu yani Allah'ın Allah'a işinişini asas qilgan bir o'zi ideologiya, mundaq aytgan vaqtda, qisqa bir tushuncha bo'lgan vaqtda, o bir ideologiya, ammo Allohga ishonishni asas qilgan bir ideologiya. Bu islomdagi bir alohida bir tarafi nima degan vaqtda, bu butun dunyoga va har zaman va har makonga mos keladigan prinsiplarni o'ttirib qo'ygan bir kitob, bir din. Yani İslam, mana aytgan vaqtda Qur'onnikin, islomning qandaq bir narsa yoki Qur'onning qandaq bir aloyidligi bor degan bir mavzu to'xtalgan vaqtida biz deb o'tdik. Qur'oni Karim, yani islomdan iborat bu Qur'oni Karim bir ilm-fan kitobi emas, bir tarix kitobi emas, yoki bo'lmaydi, shunga o'xshash o'zi bir ilm yoki bo'lmay siyosat kitobi emas. Deganga o'xshash shundoq o'zi nurg'unlagan sohaning o'zini misol qilib ko'rsatib, u sohada yoki qonun kitobi emas misol. Qonun desak, unda hech qanday bir qonun yo'q. Ilm-fan desak, unda birga ishkini qo'shsak 3 bo'ldi degan bir narsa yo'q. Unda bo'lgandan keyin bu nima kitob degan vaqtda bu islom dini prinsipni asos qilgan bir kitob. Agar u qonunni yoki ilmni asos qilgan bo'lsa, u vaqt nima bo'ldi degan vaqtda u ilm u payg'ambar alayhissalomga tushgan bo'lg'achqa bu kitob payg'ambar alayhissalomning zamonasidagi insonlarga shu zamondagi seviyaga loyiq bir tushgan bo'ladi. U ilm hozirgi vaqtda oxirgi qolib qolgan bo'ladi. Siyoset desakmi, bu siyosatni o'rgatadigan kitob desakmi, siyosat yo'q buning ichida. Siyosatga prinsip belgilaydigan bir kitob. Nima uchun degan vaqtda prinsip her zaman ve her makonga to'g'ri keladigan bir prinsipni o'tirib qo'ygan bir kitob. Va lekin uning ichida siyosat yo'q. Ya'ni siyosatni ash prinsip ostida belgilaysa deb bizga o'zi shunday belgilamaning o'zini o'tirib qo'ygan bir kitob. Uning uchun bu islomning o'zi her zamonga, her makonga to'g'ri keladigan, ya'ni u payg'ambar alayhissalomning zamoni 1400 yil burungi bir zamonga siyosat jihatda, ilm jihatda, her jihatdan shu zamonga to'g'ri kelgan bo'lsa, hozirgi zamonda cho'lsa, hozirgi zamonga to'g'ri keladigan. Ya'ni shu prinsip asosida shu ilmni taraqqiy qilsa bo'laveradigan, shu prinsip asosida siyosat belgilasi to'g'ri bo'ladigan, shu prinsip ostida qonun belgilasi to'g'ri bo'ladigan, shunday bir o'zi prinsipni asos qilgan bir kitob. Ya'ni buni mundaq aytgan vaqtida bizni hozir tushunishga biroz o'ng'ay bo'lsin uchun devatman, ya'ni ba'zi odamlar xato tushunib qolmasin. Sosyalizm, yoki bo'lmaydi kommunizm, yoki bo'lmaydi liberalizm deymiz. Shunday izmlarning o'ziga o'xshash, mundaq aytganimiz bir ideologiya bir kitob. Ideologiyalik bir kitob. Bu nima degan vaqtda bir davlat sotsialistik bir o'zi tuzumni, ya'ni o'zi ideologiyani qabul qilgan bo'lsa, u davlat qonunni shu ideologiyaga asoslanib turib tuzaydi. U ideologiya uning o'zi qo'ygan prinsipga asoslanib turib u qonun tuzaydigan gap. Masalan, siyosiy qonun deymiz, jamiyatdagi o'zi jinoiy ishlar qonuni deymiz, har xil qonunlarning o'zini misol shu prinsipga asoslanib turib tuzaydigan gap misol. Xuddi shunga o'xshash bu Qur'oni Karim bir din bo'lish bilan u prinsip belgilagan bir kitob. Shuning uchun bu yerda nima degan vaqtda prinsip jihatda masalan Adem Aleyhisselam'ın tatip Peygamber Aleyhisselam'ın arlıktaki bütün peygamberlerge kelgen kitap o'xshash, onun belgilengen prinsipler hem o'xshash. Her qanday zamanda bir siyaset yapmamoqchi bo'lsa, bir davlat qurilib, şu 10 ming yil burun bir davlat qurilgan bo'lsa, shu vaqtda bir siyaset yapmamoqchi bo'lgan bo'lsa, shu Alloh taolo tushirgan shu vaqtda kitobdagi siyasetga qo'ygan prinsipga asoslanib turib siyaset yapmasa, u to'g'ri yapmagan bo'ladi. Hem hazır degan vaqtda hazır her qanday bir taraqqiy qilgan davlatdimi, shu Qur'oni Karim o'zi o'tirib qo'ygan prinsipni asos qilib turib siyosat belgilasa, hem to'g'ri bir siyosat belgilay oladi misol. Ammo bu yerda bundan 10 ming yil, 5 ming yil eng oddiy payg'ambar alayhissalom zamonasidagi bir siyosatni
belgilenip bo'lgan bir siyosatni akilib, hozirgi zamondagi bir davlatniki siyosatiga uni qo'shsak, yoki shu davlatni shu zamondagi siyosatga asosan turib boshqarish to'g'ri kelsa, u siyosat hozirgi siyosatga to'g'ri kelmaydi. Hozirgi davlatni u siyosatini boshqa qilolmaydi degan gap. Nima uchun degan vaqtida u zamondagi epmengilgan siyosat hozirgi siyosatga nisbatan natijasi yoki to'g'ri bo'lishi mumkin, yoki natijasi doirasi kichik bo'lishi mumkin. Masalan, Payg'ambar alayhisolamniki siyosat qilgan doirasi Makka va Madina va shuning atrofidagi bir qancha o'nlagan, yigirmagan yoki qabila o'rtasida olib berilgan siyosat bo'lgan. Bu siyosatning o'zini hozirgi vaqtda xalqaro butun dunyo bo'yicha epmag'dan bir siyosatga aylantirish bu o'zi mumkin bo'lmaydigan ish. Ammo Payg'ambar alayhissalom asoslangan shu siyosatga asoslangan prinsip hozircha degan vaqtda hozirgi siyosatga ham to'g'ri keldi degan gap. Hozirgi siyosatning shu prinsip asosan, misol Payg'ambar alayhissalom zamonida siyosatni nimaga asosan epmangan degan vaqtda lakum dinukum valiyadin degan siyosat nimaga prinsip asosan epmangan siyosatni. Ya'ni o Payg'ambar alayhissalomniki bayrog'i ostiga kirgan Müslümanlar olsun, müşrikler olsun, Yahudiler olsun, Hristiyanlar olsun, hemmisi şu siyasetin aslında, şu bayrakның aslında, hemmisi bir bayrak astığı yığılgan, hemmisiga siyasi cihatte okşaş muamele kılış. Yani sen Yahudi kensin, sen Hristiyan kensin, sen müşrik kensin, sen Müslüman kensin dep ayrım her birisi ayrım muamele kılmasın, adalet aslında hemmisiga okşaş muamele kılışdan ibaret. Bundaq bir siyaset yürgüzgenlik için bu yer nima bo'ldi degan vaqtida bu o'zi barobarlikni, ya'ni har odamniki diniy e'tiqodi o'ziga, boshqa odamniki diniga bir odam o'zi hujum qilish bo'lmaydi. Men musulmon deb yana bir o'zi dindik insonlarni haqorat qilish bo'lmaydi yoki musulmon turuqligin yana bir musulmonniki e'tiqodiga o'xshamaganligi uchun o'zi uni haqorat qilish bo'lmaydi degandek o'zi bir prinsiplar Qur'oni Karimda belgilangan. Mush prinsip asosan Payg'ambar alayhisalom siyosat yapmangan. Misol shu vaqtning o'zida. Ammo siyosatning o'zi hozirmi har qanday bir taraqqiy qilgan bir davlatning o'zi siyosatni yapmasa qanday bo'ladi degan vaqtida, ya'ni to'g'ri yapmangan bo'ladi degan gap. To'g'ri o insonlarning huquq barobarlik sohasida to'g'ri bir siyosat qilgan bo'ladi degan gap. Shuning uchun nima degan vaqtida bu yerda islomdagi prinsip bir zaman, bir makonga yoki bir millatga xos holatda tushirilgan bir prinsiplar emas. Bütün öz zamanlarga to'g'ri keladigan va bütün öz dunyoning har qaysi joylaridagi insonlar agar ash prinsipga uyg'un bir o'zi ish yapmag'an desa, hamma o'zi millat, hamma to'plamlarga to'g'ri keladigan holatdagi, ya'ni adolatni o'tirg'i chiqara oladigan holatdagi bir prinsipning o'zini Alloh taolo o'sha yerda o'zi o'tirib qo'ygan. Demakki, bu yerda nima degan vaqtda islom zaman va makonga xos emas, bir millatga bunda xos emas bir o'zi bir din bo'lganligi uchun bu o'zi keng bir doirani egallaydigan, ya'ni butun dunyoga va butun o'z zamonlarga to'g'ri keladigan bir din deb o'zi tushuntirib keldik. Hozirmi shuni o'zi deyapmiz. Ya'ni shunday bir narsa din, ya'ni islom dini. Bu haqda Sura Şura'niki 10. ayetida şer'a lekum mined-din ma vassa bihi Nuhan vellezî evhayna ileyke ve ma vassayna bihi İbrahim ve Musa ve İsa ve en aqimud-dîne ve la teteferraqû fihi kebura alel müşrikin ma ted'ûhum ileyhi Allahu yectebi ileyhi men yeşâ ve yehdi ileyhi men yunib degan şu ayetning o'zidimi shuni bayon qildi. Ya'ni Musa, İsa ve İbrahimlarga, onun arasındaki bütün peygamberlerge tavsiye kılgan dinin özünü Peygamber aleyhisselam'ı tavsiye kılganlığı ve şu arkalık o dinin özünü ikamet, yani ondan turguzuşun ibaret bu vazifeni belirligi ve bu din barısında hiç kandak özü ittifaqsızlığını kılmaslıqniki lazımlığı bunu o'zi ta'kidlangan. Endi bu yerda nima degan vaqtda Qur'oni Karimni biz o'qib ko'rdigan bo'lsak, hech qanday bir payg'ambarniki shu o'z davrida epmangan o'zi qonunlarining o'zini Qur'oni Karimga yozgan hech qanday bir yer yo'q. Qur'oni Karimda Musa alayhissalom
şu Bani İsraillar qandaq prinsiplarni o'zini o'ttirib qo'yib, qandaq bir qonun, masalan, tuzab, shundaq o'zi ularning o'zini yo'natgan. Ya'ni o'zi idora qilgan. Sulaymon alayhissalom o'z zamonasida davlatni qandaq qonun ostida idora qilgan, misol. O qonunlar qandaqdi? Qur'oni Karimda hech qandaq bir qonun sohasida bir narsa yozilmagan. Bu yerda shu vaqtida u payg'ambar alayhissalom ularga bergan narsani payg'ambar alayhissalomga berish orqali payg'ambar alayhissalomga vasiyat qilib, tavsiya qilgan narsa nima bo'ldi degan vaqtida ashlar tushirgan prinsipni ham Alloh taolo payg'ambar alayhissalomga ham o'zi tushirganligini, shu orqali payg'ambar alayhissalomga tavsiya qilish orqali men mush prinsip ostida ish etmangsa deganligining o'zini Alloh taolo bayon qilib berdi. Yana o'zi bu Sura Maida'dagi 48-oyatida ve enzelna ileykel kitabı bil haqqi musaddiqan lima beyni yedeyhi minel kitab ve muheyminen aleyh fahkum beynehum bima enzelallahu ve la tettabi ehvaehum emma caeke minel haqqi li kullina cealna minkum şirate ve minhaca ve lev şa'allahu le cealekum ummeten vahideten ve lakin liyabluvakum fima atakum festabiqul khairat ilallahi merciukum cemi'an fe yunebbiukum bima kuntum fihi tehtelifun diyen muş ayetinin özüdümü Allah Teala özü devatedeki kitap düşürüş arqılıq Peygamber Aleyhisselam'a bir şeriat, yani bir kanun icra qilishning o'zi nim qilganligini, ko'rsatganligini, insonlarniki havoyi havaslarga ergashmay turib, Qur'oni Karimdagi shu prinsiplarga asosan turib o'zi bir shariatdan iborat bir qonunning o'zini ijro qilishning lozimligini o'zini Alloh taolo bu yerda bayon qilyapti. Misol, rivoyatlarda bu narsa Peygamber Aleyhisselam bir Yahudi bilen bir Müslüman arasında yer macerası sebebinden hüküm çıkarganlık hakkındaki bir bayanlar var. Ondan keyin özü kişilerden misal devletniki ihtiyacı karta zakat çıkan müşindaq özü bir tarihte aşındaq bilen var. Peygamber Aleyhisselam şularning hemmisini nimege asaslanıp etmangan degan vaqtda, mesela zakat çıkan vaqtda mı? Zakatni devletniki ihtiyacı karta yığış. Bu özü zakat yığıştaki hazırki vaqtda baj eliştiki özü prinsip bu. Yani devlet özüneki iqtisadi ihtiyacı karta insanların, yani devletin fuqaralardan baj yığış lazımlığı devlet özellikle ihtiyacı emas insanlarını iziş maksat bilen özünde baj yığıştaki lazım emasliginin özüne bayan Allah Teala Kur'an-ı Kerim nurg'uyat deydi. Demek ki nima degan vaqtda bu yerda şeriat xos bir narsa ekanligini, islom umumiy bir narsa ekanligining o'zini bayon qildi. Endi bu yerda shariatning o'zini shu vaqtda qanday etmangildi degan vaqtda shariatda birinchi, ya'ni o'zi bu yerda deb qo'ydigan narsa e'tiqod, ibodat shariatga kirmaydi hech qanday bir yerda. Yani shariat deganning o'zi hozirgi bizning tilimiz bo'yicha aytgan vaqtda qonun degan gap. Yani shariat degan gapning o'zini Google'ga yazıp Arapçanın özünü şundaq tercüme qilsan qonun degan bir tercüme chiqadi. Qonun. Yani bu e'tiqod va ibodat hech bir zaman qonuniy o'zi nima kirmaydi. Chunki bu e'tiqod, yani bir narsaga e'tiqod qilish, qilmaslik, jazolanish, jazolanmaslik bilan hech qanday aloqasi yo'q. Yani bir odamning islom diniga kirish yoki kirmasligi u odamniki jazolanish yoki jazolanmaslikqa hech qanday aloqasi yo'q. Bir odamniki namoz o'qimasligi jazolanish va jazolanmaslik bilan hech qanday aloqasi yo'q. Misol, hajga bormasligi u odamniki o'niki o'zi jazolanish yoki jazolanmaslik bilan hech qanday aloqasi yo'q. Bu nimaning o'zimi Ramazon mashtaq, Ramazonning o'zini tutsa jazolanmaydigan, tutmas jazolanadigan bundaq bir ish yo'q. Hamda uning o'zida faqatla tutmagan odam her kunlik tutmagan ro'z uchun bir miskinga bir vaqt tomoqni bersa bo'ladi degan o'zi iborada bermasa u odamning o'zini so'rab chiqib o'zi urib jazolanadi degan hech qanday bir o'z Qur'oni Karim bundaq bir nima yo'q. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtida shariat
qismiga Qur'oni Karimdagi shariat degan o'zi qismiga faqat qonuniy bir narsa o'zi kirdirildi degan gap. Qonun munosabatlik. Ya'ni jazo qonun deymiz, siyosiy qonun deymiz, huquq qonun deymiz. Misol, shunga o'xshash qonun munosabatlik narsalar insonlarning huquqi bilan, insonlarning o'zi iqtisodi bilan ayndaq munosabatlik narsalar qonunga kirdirildi. Ama ibadet sohasidagi yoki e'tiqod sohasidagi narsalar bunga kirdirilmaydi degan. Bu ayrım bir dinlik ayrım bir qismi hamdi bu. Shuning uchun bu xalqi "Femen şa'a felyu'min ve men şa'a felyekfur" degan oyatning o'zimi xalqa adam ishonsin, xalqa adam ishonmasin deganning o'zi "Inna a'tadna liz-zalimin naran ahata bihim suradiquha" deb oxirida oyatni bayon qilishi o ishongan odamlarga biz jazoni nima? İşkengen adamlarga bu dunyoda mukofotni bermaymiz. İşkenmagan odamlarga bu dunyoda jazoni bermaymiz. Faqat jazo bergan vaqt, mukofot bergan vaqt faqat qiyomat kuni bo'ladi deb Alloh taolo qiyomatda uniki jazosini yoki mukofotini berganligini bayon qilganlik. Endi shariat u vaqtida qandoq o'zi tuzildi qonun, ya'ni İslamdaki qonuni qandoq tuzildi degan vaqtida qaysi shaklda yoki qandoq bir usul bilan tuzildi degan vaqtida Qur'oni Karimdagi prinsiplarni asos qilgan holatda, misol siyosiy qonun degan vaqtida Qur'oni Karim o'tirib qo'ygan siyosatdagi nimaga asosan, prinsipga asosan siyosiy qonun tuzildi. Jinoyatchilarga har bir jinoyatchi, masalan, o'g'ri desak, o'g'riga jazo berish va Qur'oni Karimda bima kesebe degan o'zi oyat var, shu o'g'rilik aqsida olgan meliniki qimmatining barobarida jazolash. Prinsip bu. Ya'ni bu nimani bildirdi desa, misol Angliyada bir odam $10,000 o'g'ilgan bo'lsa bir yerdan, uningga berilgan jazo bilan Pokistonda bir odam $10,000 o'g'ilgan bo'lsa, uningga berilgan jazo o'xshash olmaydi misol. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtida bu qonunni tuzash mana shundaq o'zi shartlar ostida o'xshamagan holatda tuzildi degan gap. Shuning uchun bu shariat nimaniki islomniki har yerdagi insonlarniki amaliy ahvoliga, shu yerdagi jamiyatga, shu o'z insonlarniki madaniyatiga, urf-odatiga asoslanib turib, shu yerdagi insonlarniki umum ahvolini nazar tutgan holatda Qur'oni Karimning shu prinsipiga asoslanib turib o'zi tuzildigan narsa bu shariat oldu. Bu shariat oldu. Misol Turkiyaning o'zi Qur'oni Karimdagi shu prinsiplarga asoslanib turib asos qonunning o'zini tuzib chiqsa, u vaqtda shariatning o'zini barpo qilgan bo'ladi. Uni adolat bilan, ya'ni butun insonlarga o'xshash holatda o'zi ijro qilgan bo'lsa, u qonunni adil ijro qilgan bo'ldi degan gap. Ya'ni shariatsiz yashash deganning o'zi bu asli mumkin emas. Nimishqa degan vaqt hozirgi vaqtda butun davlatlarda qonun bor. Qonun deganning o'zi shariat degan gap. Ham bu o qonunniki bir qismlari misol Qur'oni Karimdagi prinsiplarga tushmaydi. U xato qonun deb deymiz u vaqtda. Misol mana bu Yevropaning o'zida o'xshash jinsliklarning o'zi to'y qilishga ruxsat qilish. O'xshash qonunlar bor. Buning o'zi bu Qur'oni Karimdagi prinsipga tushmaydigan bir qonun. Masalan, buningdikini Alloh taolo nima deydi desa, ular o'ziniki shu hayotini yoki shu jinsiy munosabatning o'zini zayo qilgan insonlar deb bayon qildi Qur'on. Ya'ni har narsani o'z joyiga ishlatish bu o'zi to'g'ri ishlatgan bo'ladi, o'z joyiga ishlatmaganlik zayo qilgan bo'ldi, isrof qilgan bo'ldi. Shuning uchun bu yerdagi narsani Alloh taolo isrof bilan o'zi bayon qilganlik uchun bu yerdagi bularniki bu qonunni masalan qancha shundaq nurg'un qonun sohasida o'zi to'g'ri bir narsalar bo'lgan bo'lsa-mu, ammo nurg'unlari ham xato. Shundaq o'zi insonlarniki havo havas degan oyatga o'xshash, ularniki havo havasiga ergashma, wala tattabi ahwaahum degan oyatniki nimasiga asosan insonlarniki xohishiga ergashib turib, o insonlarniki yomon ishlarga yo'l ochadigan qonunlarni tuzash Qur'oni Karimda o'zi yo'l qo'yilmaydi. Yani. Endi bunun asoslangan vaqtida her davlat, misol, hozirgi vaqtda islom davlati deb atalgan 50 necha davlat bormi? Yok, Arap devleti, Müslümanların devleti var.
İslam devleti Musulmonlar ko'proq o'ltiraqlashgan davlatlar deymiz, ham uni 50 necha davlat bor ekan endi. Shu 50 necha davlatning hammasida bir qonun tuzash kelsa, masalan, Qur'oni Karimning shu prinsiplariga asosan turib, o'ziniki jamiyatiga muvofiq holatda qonun tuzsa, u qonunning o'zi misol nimada Saudiya Arabistonida bir qonun tuzgan bo'lsa, o'zining jamiyatidagi ahvol qarta Qur'oni Karimda shu prinsipni asos qilib turib tuzgan bo'lsa, jazo qonunlari masalan o'xshamaydi-da vaqtida. Siyosat Hmm. o'xshamaydi, jamiyatni o'zining jamiyati va atrofidagi ahvol qarta tuzaydigan gap. U qonunniki bir qism yerlarni o'xshamas, Turkiyada tuzilgan qonunga bir qism yerlarni o'xshamasligi, u o'zi u bizning qonun o'xshamaydigan bir qonun tuzyapti, ani o'zi kafir deb deyishga hech qanday hojat qolmaydi degan gap. U yerlik narsa nima desa, har biri o'zining amaliy ahvoli qarta Qur'oni Karimdagi shu prinsipni asos qilib turib, tuzgan qonun kuchga ega bo'ldi, shuning qarta ijro qilgan gap. Bu nimani bildirdi? Her bir davlatdagi ahvol, iqtisodiy ahvol, ma'rif ahvollari, misol, jamiyat ahvollari, misol, shunga o'xshash har xil sohadagi ahvollar yana bir davlatdagi ahvolga o'zi %100 o'xshamaydi. Ya'ni nurg'un sohada o'xshamaydigan bo'lishi mumkin. Shu vaqtda o'xshamaydigan ahvol qarta prinsip jihatda o'xshash, ammo u yerdagi ijroat, qonunni ijro qilish sohasida o'xshamaydigan holatda tuzganlik o'zining amaliy ahvoli qarta qonun tuzganlik bo'ldi. U tuzgan qonun, u agar Qur'oni Karimdagi shu prinsipga asoslanib turib tuzgan bo'lsa, uning o'zi nima bo'ldi desa, shariat bo'lgan bo'ldi. Uni to'g'ri ijro qilgan bo'lsa, adolatning o'zini barpo qilgan bo'ldi. Ya'ni Alloh taolo qonunni ijro qilgan vaqtda adolat bilan, adil nima ijro qildi Qur'oni Karimda. Ya'ni Alloh taoloning shu yerda adolati o'tirib chiqqan bo'ldi degan gap. Bu aytın deganga o'xshash misol, bir odam Turkiyada $10,000 o'g'ilgan bo'lsa, ya'ni Pokiston yana biz $10,000 o'g'ilgan bo'lsa, har ikkisi o'g'ilgan pul o'xshash. Ammo Turkiyada balkim ish haqqi sal jiqaroq, Pokiston sal ozroq oyda masalan olgan. Bir odam Turkiyada $1000 olsa, Pokistonda masalan $500 oldigan ish bo'lsa, u vaqtda $10,000 o'g'ilgan o'g'riga kesildigan muddat, agar o'zi yil hisobida muddat nimalarni kesim kesilgan ish bo'lsa, 10 yil kesilgan ish bo'lsa, Turkiyada 5 yil kesilgan gap. Nima uchun degan vaqtda Turkiyada aniq nisbatan pul tepish nimasi bir hassa yuqori degan gap. Shunga asosan o'zi ijro qilish usuli aniq o'xshamaydi. Ammo bu yerda prinsip nima degan vaqtda adolat va jazoning o'zini bekitish. Bu yergi narsa. Bil qist degan o'z oyat bor Qur'oni Karimda. Bil qist deganning o'zi mizon, endi mizon bilan qist degan ibora bor. Bu mizon deganning o'zi u alqi nimaniki o'g'ilgan narsaniki qimmatiga to'g'ri keladigan holatda bir o'zi nimaning o'zini jazoni bekitishning o'zini belgilaydi. Misol, men shayodagi vaqtida bir odam bir 5000 ko'yma bir narsa o'g'ilab, shuni bilan turmushga kirdi. Uningga bir shu vaqtda 3 yilmi ayndaq nima jazo kesdi. Men turmushdan chiqqandan keyin nimaga Urumchiga borsam, u yerda shu 5000 ko'y o'g'ilgan birisining o'ziga bir yillikmi shundaq jazo kesganlik, shundaq bir narsani angladim-da. Anglab buni hayron qilib, bu nima bu adolatsizlik deb men shundaq his qilgandim-da. Keyin sot ishlagan bir o'zi tuqqunimiz bor-edi. Shuningdan so'rab ko'rsam, u Urumchida bir odamniki 5000 ko'y tepish bilan Shayoda bir odamniki 5000 ko'y tepishlik o'rtasidagi farqning o'zini menga so'zlash orqali andaki o jazoning o'zini ashning asosan bekitganligining o'zini menga dedi-da. Degandeki bu qonun deganning o'zini ijro qilish usuli tamoman o'zi undaq farq bo'lgan gap. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda hamma davlatning o'zi, butun o'zi 50 necha musulmon davlatida faqat bir xil sohada her masalan jinoiy ishlar qonuni olsun, siyosiy qonuni olsun, misal o'zi iqtisodiy qonun olsun, boj qonunlari olsun, hammasi o'xshash, shunday %100 hammasi o'xshash bir qonunni ishlatib deganning o'zi, bu o'zi Qur'oni Karimdagi adolat degan o'zi bobga to'g'ri kelmaydi degan gap. Ya'ni har yerda o'zining amaliy ahvoli qarta, jamiyat, xalqning ahvoli qarta qonunni chiqarib, shu Qur'oni Karimdagi prinsipga asosan qonun chiqargandan keyin u qonunning o'zini shu
jamiyatdagi nima qarta to'g'ri o'zi ijro qilsa, u vaqtda Alloh taoloniki o'tirib qo'ygan shariatining o'zini to'g'ri ijro qildi degan gap bo'ldi. Endi nurg'un odamlar misol bizniki oxirgi nima kelgan vaqtida shariat deb hozirgi fiqh kitobining o'zini hidoya sharh qoidamiz ashunga o'xshash hozirgi yangi zamonning fiqhlari va u fiqhda muhaljiqning o'zini ko'rib vaqtim ashundaq o'zi zamoni o'tib ketgan ashundaq narsalarning o'zini bu shariat deb tunuydi va buning o'zini hozirgi zamonda ham ijro qilish nihoyat muhim deb qaraydi. Ham buni ijro qilayotgan davlatlar bormi degan vaqtda bor. Masalan, Afg'oniston ashuni ijro qilyapti. Shu qonunni, shu sistemani ijro qilayotgan bir davlatniki holi qanday misol. Hozirgi zamondagi davlat boshqarish qoidalarga, davlat boshqarish o'zi davlatniki hozirgi zamoniga to'g'ri keladigan bir qonunmi emasmi? Buning o'zini hech qanday o'zi tadqiq qilmoqlik. Shuning uchun bu yerki narsa nima degan vaqtda uniki ikki xatolik bor u yerda. Birisi u qonun Arab mamlakatlaridagi masalani hal qilish uchun tuzilgan bir qonun. Bir, ikkinchi birisi u bir feodal qulluq davridagi bir qonun misol. Shuning uchun u sharqoy hidoyaning o'zida davomli qul to'g'riliq o'zi so'zlar chiqadi. Qulni anda qilsak bo'ldi, manda qilsak nurg'unligina qulniki voqealigi chiqadi. Demak, bir qulluq davridagi bir tuzumning o'zini bir qonunni akilib, hozirgi butunlay qulluq davridan xoli bo'lgan, hozirgidagi o'zi taraqqiy qilgan bu zamonning o'ziga akilib, uning o'zini qonun qilib ishlatishning o'zi tamoman xato degan gap. Shuning uchun bu yerda u qonunlardan ham shu fiqh degan shu shariat deymiz, ammo shu narsalardan lekin bir qism yerlardan foydalanishga bo'ladi. Hozirgi zamondagi qonunlarni tuzish orqali tuzish uchun foydalanishga bo'ladi to'g'ri kelgan yerlarning o'zini. Ammo to'g'ri kelmaydigan, hatto buningda Qur'oni Karim to'g'ri kelmaydigan, Qur'oni Karim tamoman zid keladigan ashundaq o'z hukmlar mavjud. Buniki nurg'un yerlari shu Qur'oni Karimga o'z uyg'un kelmaydigan holatda tuzilgan bir qonun. U qonunni birinchidan o'zi Arab yerim orliq qarta tuzilgan, ikkinchidan buningdan 1000 yil burungi vaqtga qarta tuzilgan bir qonun. Unda bo'lgandan keyin u qonunning o'zini hozirgi zamonda hozirgi o'zi bu zamondagi davlatlar ishiltish bu butunlay xato degan gap. Ikkinchi bir masala. Qur'oni Karimdagi prinsip hech bir zaman o'zgarmaydi. Hech bir zaman o'zgarmaydi. Zodi o'z Odam alayhisalom tortib shu payg'ambar alayhisalom tushgan vaqtchilik o'zgarmagan bir kitob. Buningdek hech bir zaman o'zgarmaydi. Ham qonunchi degan vaqtda qonun davomli jamiyatning amal ahvoliga qarta o'zgarib turadi. Ammo prinsipdan chiqatmaydi. Misol, boyaqi boj qonunining o'zini misolga olsak, boj yig'ish kelgan vaqtda ehtiyojga qarta yig'ish bu bir prinsip. Hamda davlatning ehtiyoji ba'zi vaqtda masalan Angliyada bir davlatning ehtiyoji bir yilda 500 milliard dollar bo'lgan bo'lsa, ba'zan vaqtning o'zida urush bo'lish ehtimoli va shundaq o'zi qurollarni sotib olish kerak va kaza shundaq bir zaman to'g'ri kelgan vaqtda 600 milliard yoki 700 milliard dollarga ehtiyoji bo'lishi mumkin. Bu vaqtcha degan vaqtda davlat darhol o'zi %10% bersa deganning o'zini o'zgartib ayda bu yildan boshlab %12% yoki 13% boj to'laysizlar deb xalqqa uning o'zini qonundagi o'zi belgilamalarining o'zini o'zgartirgan gap. Ammo bu o'zgartganlik u ilqi Qur'oni Karimdagi prinsipni o'zgartganlik bo'lib chiqmaydi. Nima uchun degan vaqtda u yer ehtiyoj qarta yig'ish degan bir prinsip bor. Davlatning ehtiyoji masalan Turkiya ham shundaq. Turkiya ham o'z davlatiniki Turkiyaniki o'zi ehtiyoji qarta hokimiyat ashuni qarta yig'idi. Hokimiyatniki ehtiyoj jiqaroq narsaga tushgan vaqtda xalqdan jiqaroqni yig'adigan gap. Bu o'zi prinsipdan chiqatmagan bo'ldi. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda shariat degan bir qonunning o'zi davomli o'zgarib turdi, ahvol qarta, siyosiy qonunni o'zgarib turdi, ahvoldagi nima ichidagi va sirtidagi ahvolning o'zgarishiga asosan siyosatni ashuni qarta o'zgarib turdi. U qonunning o'zini nima turgan gap. Shuning uchun har davlatda davomli ehtiyoj qarta qonun chiqarilib turdi. Davomli qonun chiqarilib turdi. Ba'zi qonunlar amaldan qoldirilib turdi.
Ama prensip hiçbir zaman amaldan qalmaydı. Davamlıq işlep durdu. O nima degan vaqtda o prinsip Qur'oni Karim o'tirib qo'ygan prinsip. Shuning uchun o'zi Qur'oni Karimda hech bir zaman qonun yo'q. Ba'zi bir hukm bor, 5-6 tal hukm bor. Faqatla o'g'irni nima qilqi as-sariq va as-sariqat faqta aydiyahuma degan o'zi bir hukm bor. Az-zaniyat va az-zani degan o'zi hukm bor. Andaki qilqi vallati deganniki vallati yatina minkumul o yer 2 tal hüküm var. Aşağı koşup 5-6 tal, ötüp kes 10 tal hüküm çıkıdı. Onundaki özü nemeniki miras hakkında bir nem var, tefsilatı var. Başka hiç kanda Kur'an-ı Kerim'de ondaki tefsili bir hüküm nemi yok. Ondaki hüküm yok, hem kanun yok. Fakat Allah Teala kanunu koyduğun, yani kanunu şu boyunca etmezsen doğru kılgan bolsa dep oturup koygan prensip var yani. Bu prensip nəhayət ilğar prensip. Her qandaq bir devlet bu prensipə əməl qılsa, o devletin içindeki her qandaq bir meseleni, yani özü siyasette şu siyaset koygan prensipini icra qılsa, o devletin içindeki siyasi sahadaki işlerini özünü hal qılalaydıgan derecede, misal iqtisad sahadakini mo şu Qur'oni Kerimdeki prensipə əməl qılgan vaqtda onu özünü doğru hal qılalaydıganlığı o nəhayət uçuq emdi. Qur'oni Kerimde nəhayət bu ilğar emdi. Bunundan keyin mi? Bunundan burun başındaki öz nəhayət ilğarlığını tutup gelgen, hazır mı şundaq ve bunundan keyin mi o ilğarlığını özü saklap qalalaydı. Ama kanun degan vaqtda biz hidayet şervaqayının özünü şeriat dep tunuvagan vaqtda onun baş şeriat yok devagan vaqtimizning özüde nim bolumuz degan vaqtda bunundan 1000 yıl burunqi zamanda yaşagan bolumuz, bunundan 1000 yıl burunqi yani qulluq devrde yaşagan bolumuz, qulluq devrdeki kanunu icra qilish to'g'ri keldigan gap. Onun için bu yerdeki narsa nima degan vaqtda qulluq devri tugidi. Yani Qur'oni Karimda nurg'u yerda qul sohasida oyatlar bor. Bu nima degan vaqtda Qur'oni Karim şu qulluq devri tushgan bir kitob bo'lganligi uchun şu qullar haqida bir qism o'z bayonlarni bergan. Ammo u yerda hech qanday bir prinsip yo'q. U yerdeki narsa nima degan vaqtda Alloh taolo insonlarning orasida faqat barobarlikning o'zini prinsip qilib bekitgan. Shuning uchun bu yerdeki narsa nima degan vaqtda lakum dinukum valiyadin degan o'zi oyat va boshqa nurg'unli oyatlar bor. Shunga asosan insonlar orasida jamiyatda bir ijtimoiy bir qonunning o'zini tuzash qilib qolsa, butun insonlarning orasida barobar, oq bo'lsin, qora bo'lsin, musulmon bo'lsin, kofir bo'lsin, hech qanday uniki diniy e'tiqodi yoki bo'lmaydi. Uniki o'zi ranginiki har xil bo'lishi uning hech qanday sabab bo'lolmaydi. Aşağıda özü qildigan narsa nima desa, hamma odam barobar yashaydigan bir o'zi qonunni ijod qilsalar, uni o'zi hamma odam o'xshash ijro qilsalar, Qur'oni Karimning ichidagi prinsipga amal qilgan bo'ladi va Qur'oni Karim o'tirib qo'ygan adolatning o'zincha barpo qilgan bo'ladi. Ya'ni bu nuqtada aytgan vaqtida endi biz o'zimiz kelgan vaqtda özümüz shunday narsa bo'lganmi degan vaqtda bizniki ajdodlarimiz islom dinini qabul qilgan vaqtida arabning qonunini akib ishlatgan. Mush hidoya sharvaqay degan shu narsalarni akib ishlatgan. U narsalar arab yerim orlig'i, arablarga qarta tuzilgan bir qonun bo'lganligi uchun bizning vatanniki ahvoliga to'g'ri kelmaydigan bir narsa bo'lganligi uchun u yerda nurg'unlagan o'zi qalaymaqonchiliklarning o'zini paydo qilgan. Hem şu qalaymaqonchiliklarniki oldini elish yoki bo'lmaydi har xil qanday niyatli bo'lishini qat'iy nazar bizniki ajdodlarimiz bir qism o'zini kelqi milliy mafkur deymiz, milliy tafakkur va milliy ideologiyaning o'zini barpo qilish uchun tirishgan yerlari bor. Misol e'tiqod sohasida İmam Maturidi bu O'zbekistonlik bir odam şu İmam Maturidi'nin özü oturup çıkıp bu özü itiqad sohasida nurg'unlagan hamda uniki bir qism itiqad sohasiga to'g'ri kelmagan ba'zi yerlar bo'lgan taqdirdami jiq o'zi to'g'ri yerlari bor bu odamniki yozgan narsasida shundoq bir e'tiqodning o'zini o'tirib chiqargan turkiy millatlar asosan hammasi şu İmam Maturidi'niki e'tiqodi sohasiga, e'tiqodining atrofiga, e'tiqod sohasida ashunga yig'ilgan.
yani milliy bir o'zi mafkura yoki milliy ideologiya paydo qilish maqsadida shunday o'zi ishlar bo'lgan. Va lekin uning to'pisi turadigan ummatchilikdan iborat bir narsa bo'lg'ashqa, yana baribir berib, hammamiz musulmon, hammamiz bir ummat degan kirib olib, uningdan o'ziniki milliy ideologiyasini, milliy mafkurasining o'zini ijod qilolmagan keyingi vaqtlarda. Ammo faqat u qog'ozni ustida qolib qolgan, biz o'zi imom Maturidi degan Maturidi mazhabi deydi. Ammo Maturidi mazhabi deyotgan bir odamning o'zini undaq so'zlab qilgan e'tiqodingizni desa, u odamning e'tiqodi Maturidining e'tiqodiga, yozib qo'ygan e'tiqod kitoblarga nurg'un yerlar tushmaydi misol. Endi ahkam sohasi degan vaqtda ahkam sohasidami o Turkiy millatlar İmam Azam'niki, Ebu Hanife'niki o'zi nemisinin o'zini tutgan şu vaqtning o'zida biz İmam Azam'niki mazhabida deganning o'zini. Nima uchun degan vaqtda İmam Azam o'zi Afgan nasllik, Afg'onistondan nima asir etilgan bir odamning bolasi bo'lish bilan bo'lgan bir olimkan, u odamning o'zi shu Afg'onistondagi voqealiklarni mandaq nazar so'zlagan andaq fiqh sohasida nima shunday yerlari bor ekan, uning uchun o odam Niki, yani biz İmam Azam'ın mezhebide degan o'zi ahkam sohasida bundaq bir mezhebni tutgan. Va lekin hozirgi vaqtda yana o'zi bu nimilniki, yani hozirgi Turkiy millatniki qilayotgan ishlariniki nurg'un yerlari bu odamniki yozgan narsasiga to'g'ri kelmaydi, misol. Bu bir masala. Ikkinchi bir masala nima degan vaqtda davamlıq bu qonun jihatda, yani şeriat deymiz, qonun jihatda musulmonlar qetib qolgan. Yani bir zamanda yozilgan qonunlar eslab to'xtab qolgan, uni davamlıq jamiyat qarta o'zgartib taraqqi qildirish ishlari tamoman to'xtab qolgan. Yani şu o'z vaqtida Abbasiylar, Umaviylar zamonlarida yozib qo'ygan shu fiqh, shu narsaning o'zini İşçilikten eşek yılgıçılık söylep, 100 yıllar, 1000 yıllargıçılık aşı neseli hüküm kılımız deyip aşındaki jügen işler boğan. Cemiyetteki iktisat özgergen, zaman özgergen, medeniyet terakkan, ilim terakkan aşındaki bir zamandı mı? Yani aşının özünü biz özü şeriat kılımız. Aşını özümüz kanun kılımız deyip jügen aşındaki insanlar boğan hazır hem yani şundaki insanlar var. Yani mevcut. Asla Kur'an-ı Kerim'deki şu prensipler asasını tutup her bir devlet özündeki kanunun özünü tuzub çıkış gerek. Hazırki en ilgar haletteki bir kanun tuzub çıkış gerek. Ve davamlıq zamanға maslaşkan halette o kanunun özünü özgerttiği yerini davamlıq özgertip duruş gerek. Ve ya ki zamanға qarta özü yeniden kanunlarını çıkarıp duruş gerek. Degen nesini oturup koyamagan Müslümanlar. Muş sebepten ne oldu diye vaqtda musulmonlikki sistem jihatda nəhayət aqid qilish, nəhayət qalaq, iftidai davrdagi qullarning gaplari chiqadigan, cho'rlarniki gaplari chiqadigan, misol, ashundaq gap, ashu qonunning o'zini hozirgichilik o'zi bizning qonunimiz deb ishlatib kelishi, bu o'zi musulmonlarning kallasini nəhayət oddiylashib ketganligi, ishiltanmaganligi kallaning o'zini zamoniga loyiq odam bo'lolmaganliginiki bir isboti. Bunu nima uchun shunday bo'ladi degan vaqtda, buni tamoman mushu qonunning o'zini qanday qilgan vaqtda hozirgi zamonga loyiq tuzilgan bo'ldi deganning o'zini insonlarga bildiradigan, o'zini diniy olim deb hisoblayotgan insonlar mushu yo'lda mangolmaganligi uchun bo'lgan ishlar bu. O'zi hozirgi zamonda mesela qanday qilgan vaqtda biz zamonga loyiq holatda qonunning o'zini Qur'oni Karimdagi prinsiplarga asosini turib, qonunimizni eng ilg'or holatda tuzib chiqa olamiz. Deganning o'zini tafakkur qilolmagan, uni bilolmagan, uni his qilolmaganligi uchun bu diniy olimlar uning uchun o'zi bu kunda qolib qolgan musulmonlar. Bir o'zi inson, bir jamiyatdagi insonlarni kontrol qiladigan, uning o'zini oldiga bostiradigan narsa nima degan vaqtda sistema. Sistema to'g'ri bo'lgan vaqtda u insonlar to'g'ri o'z oldiga besib olgan. O sistema qalaq bo'lgandan keyin u herkesmi aldığı besmanlamaydı. Mesela hazır vaqtda ilimni hisobga olsak, ilimning o'zidimi har qanday ilimni o'qish bo'ldi Qur'oni Karimning o'zida. Faqatla insoniyatning zihnini ishlatmaslik prinsip bu. Yani. Endi hozircha degan vaqtda hala hozirgachilik
Biz Qur'on yodilsak savob bo'ladi ekan, Qur'on yodilsak ilm o'qigan bo'ldi ekanmiz, fiqh o'qisak ilm o'qigan bo'ldi ekanmiz, rivoyatni o'qisak ilm o'qigan bo'ldi ekanmiz deb hozirgi zamondagi ilmlardan mahrum qiliqliq. Hozirgi zamondagi ilmlarni hem şu molla o'zi bilmagandan o ilmning o'zini ilm hisobga olmaqliq, hem o'zi avlodlarga uni ilm mana o'qimasang bo'lmaydi deyanmaqliq. Mana bu bizniki diniy sohadagi olim biz deyotgan odamlarniki nihoyatda aqlniki o'zi oddiyligi, hozirgi o'zi bu Qur'oni Karimdagi prinsiplarining o'zini tushunmasliginiki birdan-bir o'zi nemisi shu. İspatı shu. Yani nurg'un odamni ko'rinman, o'sha turklarninki turk olimlarining ichidami Qur'oni Karimning ichidagi birinchi Qur'oni Karim bir qonun yoki siyosat hech qanday bir faqatla bir tashkilot qurib boqqan odamni biladi, tashkilot qurgandagi uning bir nizomnomasi bo'ldi misol. Xuddi shu nizomnomaga o'xshash bir kitob Qur'oni Karim. Yani davlatniki bir prinsipini belgilaydigan mesela şu sosyalizmda baytın biri biz sosyalist devlet yaşayan bu başka devatımında endi hazır mesela demokratik bir devlet yaşayatımız demokratiya deyimiz moşundak bir özü moşundak bir ideologiya bu ideologiya nait ilgar prinsiplarını oturup koygan ideologiya adetteki bu halkı o sosyalizm komünizm yoki demokratiya oturup koygan prinsiplar emas onun da neçe hisse özü yukarı prinsiplarını oturup koygan bir kitap. Hem de eğer Müslümanlar muş prensiplarla düşergen vaxtida, muş prensiplar asasida kanun tüzüyalgan vaxtida insanlar aşınıvalı başkuralgan vaxtida ve aşınıvalı yetekliyalgan vaxtida bu Müslüman devletindeki ehvali, yani cemiyet ehvali nahayeti yaxşı boludu. Mağrib ehvalimi nahayeti yaxşı boldu misal. İlimdimi nemi qan degan vaxtda ilimdimi bir yerda to'nab qiliqliq. Yani şu Peygamber Aleyhisselam zamanında Kur'an'ı yadlaş şu ilim hesaplandıkken hazır mı şu Kur'an'ı yadlasak ilim boludu. İlim okugan bolumuz. Kur'an yadılgan bir adamın özünü ekilip ayağa kılsa bu ehli ilim deydi bizde. O qandaq ehli ilim boldu adam misal. Demek bu yerdeki narsa nima degan vaqtda ilim bir zaman xos narsa. Her zamandaki alimler şu zamandaki meselelerini ya şu zamanda da insanlara gerekli olan neslerini icat kılış arka dünyanın ötüdü. Şu zamandaki insanların işini onaylaştırıp verdi pekatla. O zaman ötketkendeki ikinci bir zaman onu da 50 yıl ya 100 yıl ki bir zaman doğru gelgen vaxtda o adamın o yaşayan nesli o zaman işlemeydi. Mesela hazırki zamanda Angliyada Yağcar onun özü bilen ben taksi kılım dese hiç kim çıkmaydı onunla. O Yağcar o kim o bir yer baralaydı hazırki vaxtda. Ama öz zamanında o Yağcar'ın yaşayan adam bir teknik idi. Teknik yani ustu bir teknik hesaplanatdı. Ama o adamdaki o ilmi ölen şu adam hazır ekipteki Mercedes şirketi ekip koysak o adamın özü hiç qanday bir iş bilmeydi. İlim açtaq neyse. İlim bir zamanga xas neyse bir zamandaki ehvalını onaylaştırış, cemiyetteki meselelerini bazı bir meselelerini hal qilish için işletildiğin neyse. Ama onu mutlaklaştırıp her qandaq zamanda muşunun özü işleydi o. Dep onu mutlaklaştırıp öliş o pitlay xata. Misal Peygamber Aleyhisselam zamanında Kur'an'ı okuyan adamın özünü ehli ilim dep hesap olgan bolsa, birge işkin qoşalgan adamın özünü ehli ilim dep hesap olgan bolsa, hazırki vaqtda o birge işkin qoşqan adamni hech qanday bilim bilir dep hech kim his qilmaydi. Oniki o bilimini e'tirof qilmaydi. O vaqtda bir viloyatning o'zini boshqargan odamlar hozirgi vaqtda bir sho'dijan bo'lamaydi odatda. Nima qildi? O zamandagi ilm o zamandaki ehval qarta ilim hesaplanatdı. Hazırki zamancha olsa, hazırki zamanda o ilimler ilim hesaplanmaydı. Şunun için bu yerki narsa nima degan vaqtda shariat degan vaqtning o'zida biz o'zi davomli hidoyat sharvaqayni tushuna olmasdan Qur'oni Karimniki her sohada o'tirib qo'ygan prinsipiga asoslanib turib, şu davlatniki masalan her bir davlat o'zining umum ahvoliga qarta Qur'oni Karimga şu prinsipga asos qilib turib tuzab chiqqan kanun bu şeriat o hesaplandı. Bu şeriatning o'zini to'g'ri, yani bu kanunni to'g'ri ijro qilganlik adolatni vujudga chiqarganlik bo'ldi.
Şunun için her bir devletin bunda kanunları qarsak, Qur'oni Karimning ichidagi shu prinsipga to'g'ri kelmadimi? Bu qonunda xatolik bor desak, hech qanday xatolashmaymiz. Agar bu qonun mandaq bo'lgan bo'lsa, bo'ladimi prinsipga asosan desak, xatolashmaymiz. U ham nayet ilg'or bir narsani o'tirib qo'ya oladi Qur'oni Karim. Ya'ni shuning uchun bu yerdagi diniy sohadagi odamlar buniki Qur'oni Karimniki ichidagi Qur'onni qonun o deganning o'zi deb undaq hisoblamasdan qonunlarga prinsipning o'zini belgilaydigan bir kitob ekanligini bilish lozim va prinsipni tushunish lozim. Tushungan vaqtda o'ziga andan keyin o'zining jamiyatiga yoki bir davlat qurgan bo'lsa, davlatga qonunning o'zini qanday tuzib chiqadi, uni o'zini ashuna bilan belgilay oladi va qonunni to'g'ri, hozirgi zamonga loyiq bir qonun yoki o'zining jamiyatini to'g'ri hal qila oladigan bir qonunni o'zini tuzib chiqa oladigan gap. Masalan, Amerika va Angliyaga o'xshash davlatlar qarasak, ish qilib har yilsi bir qancha qonunning o'zini tuzib chiqadi. Yangidan. Va bir qancha qonunning o'zini amaldan qoldiradi. Nima uchun degan vaqtda davri o'tgan qonunlarning o'zini yoki zamonga to'g'ri kelmagan qonunlarni o'zgartirdi yoki amaldan qoldirdi va uning o'rniga yangidan shu zamonga to'g'ri keladigan holatdagi zamonning ishini hal qila oladigan holatdagi qonunni tuzib chiqadi. Ya'ni bunday narsa bo'lish kerakki, Qur'oni Karimdagi ichidagi her zaman ve her makon to'g'ri keladigan bu o'zi prinsipga asoslanib turib, o'ziniki shu territoriyasi, o'ziniki zamonidagi masalalarni hal qila oladigan bir qonunni tuzib chiqa oladigan bir holat musulmonlarda shakllanishi kerak. Bu tuzib chiqqan narsa shu vaqtda shu musulmonning ichida nima bo'ldi desa, shariat deb hisoblandi. Uni to'g'ri ijro qilganlik, shariatni to'g'ri ijro qilganlik deb hisoblandi degan gap. Endi Uyg'urlar kelgan vaqtda biz endi o'zimizniki masalasiga tatbiqlaylik buni. O'zimizniki ya'ni o'zimizga tatbiq qilgan vaqtda Uyg'urlar bu dinning o'zini dinniki ashundaq prinsiplardan foydalanib, o'ziniki milliy mafkurasini, milliy ideologiyasini va milliy ruhini ashuna bilan o'z barpo qilish lozim. Ya'ni Peygamber Aleyhisselam Araplarniki milliy ruhini, milliy mafkurasini Qur'oni Karimdagi shu prinsiplarga asosan o'tirg'i chiqargan va shuning o'zini barpo qilgan bir kishi. Ashunning o'zi o'rgangan, Iranning o'zini misolga olsak, Iran degan vaqtda Iranmi nurg'un yerida o'ziniki yana o'zini musulmon degan bo'lsa-mu, yana boshqa musulmonlarga o'xshamagan holatdagi o'ziniki territoriyasi, o'zining madaniyatiga muvofiqlashgan holatdagi bir milliy mafkurning o'zini, milliy ideologiyaning o'zini barpo qiliqliq. Ham Uyg'urlarga kelgan vaqtda bu mollal davomli Arabning ideologiyasida bo'lish, Arabniki mafkurasida bo'lish, har narsani arabcha tafakkur qilish, bunday bir narsani o'ttirib qo'yuqliq. Bu narsani biz xalq o'tib ketishimiz lozim. Biz o vaqtda Qur'oni Karimdagi shu har sohadagi prinsiplarni asos qilib turib, o'zimizniki milliy ideologiya va milliy prinsiplarimizni, milliy manfaatimizning o'zini va milliy mafkurimizning o'zini o'tirg'i chiqarishimiz lozim. U o'zi Uyg'urga xizmat qiladigan, Uyg'urni qutqizadigan, Uyg'urning madaniyatini, urf-odatini qutqizadigan bir o'zi narsa bo'lib chiqish lozim. Hargizmi o'zi u Arabning madaniyatini cheklaydigan, Uyg'urning madaniyatini cheklaydigan, Uyg'urning urf-odatini cheklaydigan bir narsa bo'lmasa lozim. Shu vaqtda bu narsani bo'ldisi to'g'ri o'zi biz to'g'ri ishlatgan bo'lamiz shu vaqtda. O her millet o'ziniki milliy urf-odati, milliy mafkurasini Qur'oni Karimdagi shu prinsipga asoslanib turib, uni ijod qilish va shu asosda o'zining milliy kimligini, milliy o'zi mavjudligini saqlash, bu Alloh taoloning bir oyatini saqlaganligi deb hisoblanadi. Bu hech bir zaman Alloh taoloning diniga qarshi bir narsa bo'lib qolmasdan, aksincha Alloh taoloning diniga to'g'ri amal qilganligi deb hisoblanadi. Biz davomli o'zi Arablar yezib qo'ygan ideologiyani akilib, Uyg'urlarga o'qib berib, mana mushundaq ideyada bo'lishimiz lozim, mushundaq o'z tafakkurda bo'lishimiz lozim,
Muşundaq özü ruhda buluşumuz lazım deb hammasini özünü Abu Bakr Umar qilib, insonlarning özünü bundaq özü tarbiyalash bu butunlay xato. Uyg'urlarning orasidan maxsus o'zi Uyg'ur nima Abu Bakr Umarlar o'tirib chiqish lozim. Arab Abu Bakr Umar qilmasligimiz lozim insonlarimizning o'zini. Misol. Shu vaqtda biz qanday qila olamiz degan vaqtda dinniki shariat qismini biz o'zimizniki millatimizga va milliy o'zi madaniyatimizga, urf-odatimizga va o'zi milliy xosligimiz qarta tuzib chiqa olishimiz lozim. Mush vaqtning o'zida biz o'zimizniki masalasini o'zini Qur'onga asosan to'g'ri hal qilgan bo'lamiz. Biz o'xshamaydigan bir yerdagi, o'xshamaydigan bir jo'grafiyadagi bir insonlar bunidan 1000 yil burun tuzib qo'ygan bir narsani o'zini akilib, hozirgi zamondagi u xalqniki ularning madaniyatiga aslo o'xshamaydigan, urf-odatga aslo o'xshamaydigan, iqtisodiy ahvolimiz aslo o'xshamagan bir yerga akilib, ularniki u ijro qilgan narsani bizniki territoriyamizda ijro qilish bu butunlay o'zi xato bir narsa. Misolga olsak, sotsializm degan bir narsaning o'zini Karl Marx misol yezib qoldirib qo'ydiki, sotsializmning o'zini dunyoda nurg'unlagan davlatlar qabul qilishlik. Jungo ashning birisi masalan Xitoy. Vyetnam shundaq, bu Yevropa hammasi asosan o'z vaqtida sotsialist davlat bo'lgan, hozirmi yana yerim sotsial davlatlar. Bularning o'zi shu Karl Marx yozgan shu sotsializm ideologiyasini aynan ijro qilyapti degan vaqtida aynan ijro qilmaydi hech birisi. Her birisi o'zinik masalan Angliya uni qabul qilgan bo'lsa, Angliyaniki jamiyatni hal qilgan holatdagi bir sotsializmning o'zini o'tirib chiqarishlik. Masalan, uning o'zini Xitoy nima deydi desa, jungochi sotsializm deydi. Jungochi sotsializm deganning o'zi o sotsializmning o'zi o ideologiya jungoniki ichidagi butun o'z xalqqa uyg'un keladigan bir holatda uni nim qilish. Uni aynan o'zi ijro qilgan vaqtda u to'g'ri bo'lmagan gap. Ammo prinsipda o'zi o'xshash. Xuddi shunga o'xshash, bu yerlik narsani bilsa, hammamiz bir musulmon bo'lgan taqdirdami, har bir davlatniki iqtisodiy ahvoli o'xshash bo'lmaydi, madaniyati o'xshash bo'lmaydi, urf-odat o'xshash bo'lmaydi. Bu yerdagi o'zi ishga o'rinlashgan odamlar ishsizlik ahvollari hammasi o'xshash bo'lmaydi. Odamlarning soni o'xshash bo'lmaydi. Masalan, ba'zan davlatlar jiq bo'ladi, ba'zan davlatlar oz bo'ladi. Ashning qarta, u yerdagi ehtiyoj qarta, masalan, iqtisodning o'zini qanday qildi degan vaqtda, Qur'oni Karim shu prinsipga asosan iqtisodni hal qilgan gap. Ya'ni Saudiya Arabistonda 2,5% elishning o'zini o'z vaqtida belgilabdiki, hozirgi 2,5% olamiz emas. Hozirgi vaqtda biz o'z davlat qursak, u davlatimizniki ehtiyoji qanchalik o'zi iqtisodga ehtiyojli bo'ladi, shuning qarta iqtisodni belgilash. Bundaq o'z prinsiplarning o'zini bilish lozim. Bilgan vaqtda o odamning o'zi dinniki, ya'ni Qur'oni Karimning prinsipining o'zini bila olgan bo'ldi. Agar Qur'oni Karimni biz qonun kitobi yoki ilm kitobi degan vaqtda u tamoman mag'lub bo'lgan bo'lamiz. Nima ish degan vaqtda u Qur'oni Karimning ichida nurg'unlagan oyatlar bor. U oyatni hozirgi vaqtda aynan ishlatishga asla bo'lmaydi. Misol. Masalan, Alloh taolo Qur'oni Karimda sizlar urushga ot va askarlar bilan tayyorlik qiling deydi. Otni tayyorlik qiling deydi. Endi ashni aynan ijro qilamiz desak, hozirgi vaqtda bir yerdan o'zi tanki zambarakni aeroplan, raketalarning o'zini so'rab kelsa, biz otni minib turib vatarashib oldiga chiqamdik. Bu o'zi shuni loyiq holatda o'zi bir nipqan bo'lamdi, tayyorlikqan bo'lamdi. Bu asla mumkin emas. Uning uchun bu yer tayyorlik qilinglar degan bir buyruq bor. Dushmanniki ahvol, dushman qarta tayyorlik qilinglar degan o'zi bir buyruq bor. U tayyorlik qiling degan har qanday zamon va makonda kecharlik. Ammo u zamonda degan vaqtda shu zamonda ot bilan tayyorlik qilgan bir zamon. Ham hozir degan vaqtda hozirgi zamonda uni hozirgi zamonga shunday tatbiq qilgan vaqtda hozirgi zamonga loyiq tayyorlik qiling degan ma'no chiqdi. Shu vaqtda hozirgi zamonda tanki, zambirak o'zi raketa, aeroplan hozirgi zaman eng ilg'or narsa nim bo'lsa, ashunga tayyorlik qiling degan ma'no chiqdi. Biz Qur'oni Karimdagi u oyatlarning o'zini har qanday vaqtda aynan tushunmasdan
bir qism oyatlarniki misol labzi shu zamondagi ahvolning o'zini bayon qilgan bo'lsa-mu, lekin uni biz ko'chirib hozirgi zamonga kelgan vaqtida uningdagi nurg'un o'zalqi tayyorlanadigan narsalarni tegishtirib to'g'ri kelgan gap. Shu vaqtda biz ot bilan tayyorlik qilsa, hozir ot bilan tayyorlik qilamiz. Bir qism qarindoshlarimiz o'qyani etib, qilishvozlik qilib, o payg'ambar alayhissalom zaman payg'ambar alayhissalomning sunnatini tutgan bo'lib, ashundaq o'zi harakat qilayotgan qarindoshlarimizni ko'ramiz. Bu o'z payg'ambar alayhissalomning sunnati bu emas. Payg'ambar alayhissalom hozirgi zamonda bo'lgan bo'lsa, hozirgi zamonda payg'ambar alayhissalom bo'lgan davlat eng taraqqiy qilgan, eng o'zi madaniyatlik bir davlat bo'lgan bo'ladi. Chunki payg'ambar alayhissalom o'z zamonasida o qadar o'zalqi islohotchi, o qadar aktiv bir insonni. Hozircha degan vaqtda hozirmi u payg'ambar alayhissalom bo'lsa, hozirgi zamondagi eng aktiv, eng ilg'or shunday bir inson bo'lgan bo'ladi. U payg'ambar alayhissalom riyosatchilik qilgan davlat dunyodagi eng ilg'or, eng madaniyatlik bir davlat bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun biz madaniyat sohasidami nima deymiz degan vaqtda u burunqi ishlarning o'zini payg'ambar alayhissalom oyiqqa cho'riqni kiyibdiki, talqon yeyibdiki, to'gini minibdiki deb hozir berib to'gini minib oldigan, talqon yeydigan bundaq ishlar emas. Payg'ambar alayhissalom hozir bo'lgan bo'lsa, hozir to'gi minmay noch Mercedes'ni minib mangan bo'ladi degan narsaning o'zini biz o'ylashimiz kerak. Yani zamonimizga so'rab kelgan vaqtida payg'ambarniki shu zamondagi ilg'or bir payg'ambarni hozirgi zamondagi ilg'or payg'ambar holatida biz tushungan vaqtida hozirgi ilg'orlik buni tashabbus qildi degan gap. Shuning uchun biz nima degan vaqtida bu qonun, yani shariat sohasidan boy biz deganga o'xshash, buningdan o'zi 1000 yil, 1400 yil burunqi zamondagi bir shariatni hozirgi zamonga so'rab akilishning o'zi bir jinoyat. Xuddi misol tarixda o'tgan hech bir payg'ambar, yuqorida biz bir oyatni o'qidik. Baş oyatning o'zida Nuhga, Ibrahim, Musa, Isa ashuning hammasiga Alloh taolo bir nasihatlarni qildi. Uni payg'ambar alayhisalom nasihat qildi. U payg'ambarlardan hech bir Musa alayhisalom shu jamiyatni boshqarish uchun mandaq qonun prinsiplarni tuzgan degan to'g'ri Qur'oni Karimda hech qanday oyat yo'q. Nima Sulaymon alayhisalom o'xshash bir davlat qurgan, davlat so'rgan, Davud alayhisalom o'xshash bundaq o'z bir davlatning beshi bo'lgan odamlar desa, aş adamlarning chiqargan qonunlari hech bir zaman Qur'oni Karimda yo'q. Nimishki buni Alloh taolo bizga yezib qoldimi degan vaqtida u davlatlardagi shu zamondagi tuzalgan qonun hozirgi zamonga to'g'ri kelmaydi degan gap. U zamondagi siyosat hozirgi zamonga to'g'ri kelmaydi degan gap. U zamondagi ilm-fan hozirgi zamonga to'g'ri kelmaydi degan gap. Shuning uchun insonlarning oldini to'sib qo'ymaslik uchun Alloh taolo her zamanı doğru keldiğin prensipini oturup koyuqluq. Biz aş prinsip asasında her zaman layık sistemini, ilimini hasıl kısakla, o bizim zamanımızda en ilgar adam bu kitiverimiz diyen gap. İlla ki şu adamların kığa işini hazır zaman söylep gelişinin haceti yok. Mesela hadis doğruluk biz 1000 qatim sözüldük. Oğu Peygamber Aleyhisselam çaplanğan bir narsa. Gerçi Peygamber Aleyhisselam qıgan taqdirdi mi? O narsani hozircha degan vaqtda hozir Peygamber Aleyhisselam şu hayat bo'lgan bo'lsa, şu narsani qilmay hozirgi zamonga loyiq ish qilgan bo'ladi deyapmiz hozir. Misol boyaqi degan oyatning o'zi shu. Mesela Peygamber Aleyhisselam bo'lsa, yani o'zi atlar bilan o'z dushman qarshi tayyorlik qil deydi Qur'oni Karimda. Bunu biz qanday tushunamiz degan vaqtda eğer hozirgi vaqtda u buyruqni hozir kuchga ega degan vaqtda biz u zamanda eng ilg'or narsa otdi. Ham ilg'or narsa ot bo'lgan bo'lsa, hozirgi zaman ilg'or narsa nima? Urush qurollarining ichida u narsa bilan tayyorlik qilishimiz bizga farzga degan gap bo'ldi. Shuning uchun biz her sohada, yani qonun jihatdimi, yani shariat jihatdimi bu davomli bir yer to'xtamasdan davomli uning o'zini isloh qilib turishimiz, zamonimizni tatbiqlab turishimiz lozim. Zamonning eng ilg'or tarafida o'zi nimalqi ilg'or holatda zamonga eng ilg'or to'g'ri keladigan holatda shunday o'zi qonun prinsiplarini o'zini tuzishimiz lozim. Shu vaqtning o'zida u davlat taraqqiy qiladi. Davlatning ichida insonlarning oldini o'zi itib olmaydi. Bo'lmasa o qonun insonlarning oldini bog'lab oladigan gap. Hozir masalan shariat deb musulmonlarimiz qonun deb kelayotgan shu sharvaqa hidoyaning o'zini hozir ijro qilsa,
qandaq hozirgi zamondagi insonlarga to'g'ri keldi misol. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda u narsa bilan u zamondagi insonlarni idora qilgan bo'lsa, u hozirgi zamonga to'g'ri kelmaydi. U bir masala. U zamonda butun o'z musulmonlar bir imperiyaning ostida yashagan bo'lsa, hozirgi zamonda musulmonlar 50 necha davlatda yashayapti. Her davlatniki o'ziniki ayrim o'zi nimasi bor, parlamenti bor, reisi bor. Unda bo'lganki har davlat o'zining amal ahvoliga qarata Qur'oni Karimdagi shu prinsipni asos qilgan holatda shariat tuzib chiqsa, qonun tuzib chiqsa, o shariatni barpo qilgan bo'ladi va u shariatning o'zini to'g'ri ijro qilsa, adolatni barpo qilgan bo'ladi. Xulos qilgan vaqtida. Allah razı olsun. Nimemdelik'i bizim kallımızda bizimki mesela köpünç kırımdaşlarının kallısında şeriat diye vaxtıda birisi kolunu kesiş, oğrunun kolunu kesiş, yeni birisi murtatını öldürüş, yeni birisi şu paylaşılan bolsa, onu şu çalma keset kılıp öldürüş. Muşularını icra kılan bolsa, yani mesela cizyeyle işleyendek şu, muşularını icra kılan bolsa, o bir şeriat devleti buludu. Bana şükür edenmiş şu. Bunun gibi Kur'an'ın asası bağ mı? Kur'an'da asası yok. Hem Kur'an'ın özü mesela oğrunun kolunu kestiğinin pektevu eydiyehuma diyenin oğrunun kolunu kesiş deyip mi tercih kılıp duraylı mı akı? Lekin onun özü yok. O zamandaki bir icraat. Hem de hazır çok diye vakti hazırın özü Türkiye'de Saudi Arabistan'da kas devlet mesela bir adam oğul kambos onun kolunu kesip icra kıvatıdı. İcra kılanmaydıgan bir neslinin özünü hazır zaman kanun deyişinin özü hata diyen gep. Onun için sen hazırki vaqtda icra kılalaydıgan bir kanun icra barpo qilishing kerak. O icra kılınmasa o ağzın dep koygan ölük kanun boludu o narsa. Onun için bu yerdeki narsa nima desa kanun deganning o'zi insonlarni idora qiladigan bir narsa bo'lish kerak, tirik holatda ishlatiladigan narsa bo'lish kerak. O tirik bo'lmasa, o narsaning o'zini kech kapishib o'zi anda qilish kerak. Zinaxoni 100 qamchi urish kerak degan bilan hozirgi zina qilgan odamning o'zini 100 qamchi uradigan bir davlat bormi? Yo'q, Afg'onistondan boshqa. Unda qo'ygandan keyin biz nima desa, ijro qilolmaydigan bir narsani o'zini hozirgi vaqtda qonun deb tutib turishning o'zi bu xato. Hozir nimani ijro qila olamiz? Masalan, zinaxoni o'z vaqtida 100 qamchi ur debdi. Hozircha degan vaqtda, hozir shu 100 qamchiga loyiq holatda uningga turm jazosi beramdi, iqtisod jazo beramdi. Qandaq jazo va shuni muvofiq holatda jazo bersa bo'ldi degan gap. Shu vaqtda nima qilgan bo'ldi desa, Qur'oni Karim ko'rsatgan shariatning o'zincha ijro qilgan bo'ladi degan gap. O Kur'an'ın özünde o çalma keset öldürün degan narsa yo'q-ku hamda shu anaqa. Bu biz islamiy shariat. Baytni deb o'tdik, shu nimaniki shariat deb atalgan shariatga hidoyaning o'zida nurg'un narsalar bor. O Qur'onda yo'q. Qur'onning prinsipi tamamen to'g'ri kelmagan narsalar bor. Misol. Onu shariat deb tunishqin bo'lmaydi, o to'g'ri kelmaydigan yerlar. Misol. Onu icra qilish tamamen o'zalqi bayqi degan oyatga o'xshash boshqalarniki ahvo arzusinin o'zini ijro qilganlik, arzusini qonun qilib ijro qilganliklar o'xshash bo'ldi. Bu bir jinoyat. Mishada men bir savol so'ragim kelib qoldi. Nima desa, Qur'oni Karim shu prinsipning o'zini asos qilgan holat tuzilgan qonun, shariat, uni to'g'ri ijro qilish adolat. Bu kadar yana basit, yana oddiy. Menda bir savolim bor Mishada. Xo'sh. Sizning hozirgi oxirgi mazmunni ifodalardan kallamga olgan mazmun meningki nimam shuki, tushunishim. Ya'ni shariatdan buyurilgan burunqi buyruqlarni yoki belgilemelarni aş qo'lga keltirgan natijasini deylik. Shu chaqda masalan 100 qamchi bilan jamiyatdagi shu bir illatni tuzatgan bo'lsa, şu cemiyetki insanlarga nisbeten şu toğrulab, aşına bilan şunda önümge erişken bolsa, bugünkü cemiyette aşı önümünü hasıl kılan, yani başka bir usul çağrılarını kullansa boludu degan bir teoriya chiqarish bo'ladimi sizlar şey? Albatta. Alqi bay degan nurg'un narsalar u zamonga loyiq ijro qilingan. Hozir u narsalarni ijro qilolmaydi ishnadi.
Masalan, o'sha Angliyaning o'zida musulmonlar zina qilmaydi, hech qanday bir musulmon zina qilmaydi, kim deya oladi? Saudiya Arabistonda olsun, dunyoning hamma yerida nurg'unlagan, millionlagan musulmonlar bor zina qildigan. Uningga o'zi uni hammasini achqib chalma kesak qildigan, yoki bo'lmaydi o'zi yuz qamchi urdigan ishni biz ko'rmadik-ku. Bu nima degan bo'ldi desa, yuz qamchi uringlar degan Qur'ondagi oyatning o'zi uyliq qonunga aylanib qolgan gap. O vaqtda uni tirik qonun holatga keltirish uchun qanday qildi degan vaqtda uniki qilgan ishiga loyiq jazo beradi. Qur'ondagi prinsip bu, shundaqmi yoki? Bima kasaba degan oyatning o'zi nima desa, qilgan ishiga loyiq, ya'ni ba degan oyat muqobil hamdi. Bu muqobil nima desa, ashuni to'g'ri keladigan holatdagi bir jazoni beradi degan. Jazo mushu deb yuz qamchi bergan bo'lsa, hozirgi vaqtda shu zinoga qarta to'g'ri keladigan jazo ma'u deb yana bir jazoni bersa, ashuni to'g'ri keladigan holatdagi u muvofiq jazoni bergan bo'ldi degan gap. Undaqdagi aşağıdaki muvaffaqlikni belgilaydigan narsa unum o'xshamda. Unum. Hem aşağıdaki mesela 100 qamchi urgan vaqtda shu vaqtdagi insonlarning orasida to'xtabdi deb zinodan biroz o'zini tortilgan bundaq bir ishlar bo'lgan bo'lsa, hozirgi vaqtda bo'lsa, shuning loyiq bir jazoni bergan vaqtda insonlar o zinodan biroz tortilgan ish bo'lsa, shuni bas to'g'ri bo'ldi degan. U yerda illaki icra qilinmaydigan, depli qo'yib bo'ldigan bundaq bir narsaniki bo'lishi bu to'g'ri bir narsa emas. Undaqda mushu kasalga doğru berganga o'xshash, jamiyatda yuz bergan masalalarni hal qilish uchun shuningga ristib yozish kerak ekanda. Masalan, ba'zi odamlar bitta tablet foyda qiladi, ba'zi odamlarga osmislish to'g'ri keldi. To'g'ri. Masalan, shundan o'xshash kasal. Lekin anından maqsad o kasalga mushu doridan beramiz degan shariatni manda maqlavagan vaqtimizda o unumli erishamagandan keyin o zaman biz adamın ziyan tartdı ekanmizda. To'g'ri. Shuna o'xshaydi. Misal, to'g'ri bir misolni oldingda. Misal, bundan 1000 yil burun bir odam davolash kelsa, masalan, so'qiruvchi bo'lib qolgan odamni davolash kelsa, yog'charoq chiqarib, maymoq bir yog'charoq chiqarib, otni yugurtgandan keyin qo'saqni shalaq qilgandan keyin so'qiruvchidagi nasl chiqib, odam o'ngshilib qolgan ishlar bo'lganki. Şu vaqtdagi davolash usuli. Yoki bir odamniki qon qo'yilib qolgan bo'lsa, qonni suyuldirgan beminchi o'zalqi nimaning o'zini, mana o'simliklarning o'zini berdi. Ashuni ichgandan keyin bir qancha kun ichgandan keyin odam o'ngshilib qolgan. Hozircha degan vaqtda u o'simlikning o'rniga bitta tablet berdi. Bu yerdagi narsa nima degan vaqtda u yerdagi prinsip kasalni saqlaytish. Ajnakan. Kasalni saqlaytish. Ammo kasalni saqlayishda u odamniki burunqi usuli bo'yicha bir qancha kun u nimaning o'zini, o'simlikni ichsa, u saqlaygan bo'lsa, hozirgi vaqtda bo'lsa, uni kichiklattirib lekin bir tal tabletni berdi, uni saqlayib qoldigan ishlar bor. Ikkisiniki nimasi o'zi roli o'xshash, qazindigan netincha o'xshash. Misolda, bu yerdagi narsa nima degan vaqtda oxirgi netincha u yerdagi prinsipniki oxirgi netinchani asos qilgan gap. Prinsip oxirgi netinchani asos qildi. Misol. Undaqda hozir agar mushu o'lcham bo'yicha chiqqan vaqtimizda, yo'lga chiqqan vaqtimizda kelgushunoslarning ba'zan g'amlari borda, yaqin kelgusida mushu butun tabiiy yemekliklarning hammasini yo'qotib o'tib, biologik narsalarni qo'ymay, sun'iy yasalgan narsalar bilan insonlarning yemek ichimlikini idora qiladigan, ondan keyin bir-bira insonni kontrol qiladigan bir proje o'tirsida g'amlik bir munozirlar bor o'sha nimalarda, to'g'ri dunyolarda. Agar hozirgi prinsip bo'yicha chiqqan vaqtimizda agar insonning vujudidagi ehtiyojni qondira oladigan sun'iy narsalarni yasab chiqish orqali ashuna bilan oziqlantirish prinsipi xato emaskin-da. Xato emas. Qanday xato bo'ldi? Xato emas, 100% o'zi. Undan uning xatoligi keyingi g'arazda ekan. Nima qilamiz? Undan uning xatoligi keyingi g'arazda, insonlarni kontrol qilish g'arazida ekan. Faqatla bu yerdagi narsa nima desa, insonlar ziyonli bo'lsa xato bo'ldi. İnsanlarga ziyonli bo'lsa, bu har qanday ilm insonlarga ziyon akilish
Akasi u vaqtda Cheklangan, ilmni ha. to'g'ri ishlatmaganlik bo'ladi, u xato ishlatilgan bo'ldi. Ilmni ishlatish kerak, insoniyatniki, bu dunyoniki manfaat, foydasi uchun ishlatish kerak. Bu o'z Qur'oni Karimdagi prinsip bu ilmdagi. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima desa, u qanday bo'lishini qat'iy nazar, alqa nimadagi halol harom borasida shunday bir gap bo'lib ketdi emasmi? Masalan, bir narsaniki bir qo'ynini bo'g'izlasak, Alloh taolo Qur'oni Karimda shu qo'yni bo'g'izlagandan keyin uni qinchi kesdilar, halol bo'ldi deyiklik endi. Ha. Onunki beyimich pədi bağlap, Bismillah Allahu Ekber demesi halal olmaydı, xotun kişi buğuzlusu halal olmaydı, akçı kökçü degendek, Müslüman emas adam buğuzlusu halal olmaydı degendek, nurgun neslerinin özüne uyaga, alqı, yolunu tarlaştırıp etkende, ama Allah Teala uyada qını çıkırvastan boldu deyilik. Uyadaki nesini mi dese, qını çıkırvatqandaki o göçte hiç qanaq nesi yok. Alqı, butniki aldık apırıp koy, butqa atap buğuzlaşının özü mü? Buğuzlusu haram boldu deyip de, butqa atap buğuzlaşını Allah Teala pasıqlık deyiklik. Zalikum piskun deyiklik. Zalikumdaki kumның özü, sellerinin deyik. Sellerinin şu qan işin, butqa atığından ibaret bu işin ki o dese, yolsuzluk diyen boldu. Yolsuzluk qallığın diyen gel. O yerda o butqa atap anasını buğuzuldun, o nəs yoldan çıxətdi deyə getməz. O qoy ölgən qoy heç qaça yoldan çıxətməydi o. Səni qığa işin xata işini qıldın deyə gəp qoyardı. Şoň mağa ərəbləndəki bəzi gəplərini anlat məndən nə qıldımçı? Ərəblər misal hem onunki Müslüman nem buluşu o mağa nem emas. Aşu Xitayning jutuğu bağa vaxtı Gangzhou tərəfində ayndaq top aldığa yer kirgəndə ekin butның aldığa meyve banan nəskərə qoyub qoyduğu işlər barmış. Mesela qasımlı uyak bağın bolsan kögen buluşun mümkün. O qo'shqas banan butni aldık banan deb yevergan gap. O butni aldık turdi o narsa, u yerda qo'yib o butqa atap qo'yishning o'zi xato. Ammo bananda gunoh yo'q degan gap. Demak ki bu yerda narsa nima degan vaqtda qo'ydi gunoh yo'q, qo'yni oyoq atash xato degan gap. Bu qadar yani. Davamlıq məsələnin özünə siz deylik o. Körsətken nəsə qarma, körsətken barmaq qaraydı buladı. Xuddi şuna oxşaş, atalğan but qarab turub aldığan gap. Evet, but qatap qoydu, haram deyilgan gap. O butni aldıq, lağman polon apırıb qoysuma, berib yesək bulaverdi. O adamın ayıq apırıb but yesin, huzurlansın deb apırıb qoyğun xata, o nəsə uyaq apırıb qoyğanlığı haram olub qalmaydı. Doğru. Şunun için bu yerdeki neresi neymi diye vaxtda, Kur'an-ı Kerim'in okuyan vaxtda onunki teyideki prensipini düşünüş lazım. O prensip düşünmeyi durumdaki o yerde, mesela Allah Teala koyunu haram kıldı, hem bunun özünü xotun kişi soysa haram olup kaldı. Ya ki bir kapır soyup koysa haram olup kaldı. Ya ki butun aldığı butka atap koysa haram olup kaldı. Bu kandak bir prensip. Mesela. Aşı ayetine lazım. Aşı ayetine hazırga kadar mesela sizle izahlagan kadar bizning kallamızga tushgan yoki singdirilgan çoğundan tarif kichik emisi deganda shu haramlar qatorida boshqalarning g'ayrilar nomida bo'g'izlangan narsalarni birga qo'shaqliqda asli ashadagi ayblanish qo'ydiki yoki bo'g'izlangan narsaga emas, belki şu ustupda bo'g'izlanishi ayblanish. O haramlar bilan munosabatsiz gapkan ayni. Ya, o narsaning haram bo'lishi faqatla ichida qonning qilqilishi. Haram qilingan narsalar sanaga yer bor. Qon qilib qoldi. Uning uchun. O qonni chiqarib olsang halol bo'ldi degandan keyin u bo'ldi. Mehmet Yusuf degan qalbi hurmatni qilatdim bu adashniki. O'tganda masalan beliqning o'zini bismillah akbar demasa nima qinni chiqarmasa halol bo'ldi ekan-ku. Andaq mandaq. Beliqniki eqib chiqirgan tumudni eqib chiqirgan ko'r eqib chiqirgan qini yo'q uniki. Beliqni tutib biz Norvegiyada har kun shu 6-7 har kun chiqib beliq tutatdik. O beliqning bo'ynini shundoq kesganda ko'r oqirgan qini yo'q, tumudni etilib chiqirgan qini yo'q. Va demam masfuh degan kelima bor edi. Masfuh degan etilib chiqirgan qon degan gap u.
Onda o bedende kep kalgan kan mı haram deyiş kep kalsa koyundaki bedende kan kep kalmamdı mı? Kep kaladı o. Kalır. O 100% çıkıdığan işi yok öyle. Etilip çıkıdığan kan öyle çıkıp gerek diyen gep. Şu vakit o halal oldu diyen gep. O belikni boğazlığa vakti kayırdın o etilip çıkıdığan kan vağını ki. Mehmet Yusuf hayatı boyunca bir belik yapmak mı adam okşaydı o. Pişkinliğinden köygen boz gerek. Tutup bakmayın. Şu kanı yaptı jükendisler. Bo'ladi, mening savolim tugadi. Darsning davomini. Bugungi darsda nihoyat yaxshi bir qancha mazmunlar bo'ldi. Masalan, e'tiqod, Shuning uchun bu ibodat yerga va narsa shariatdan nima emas. İslam ten şeriat deb tushunish tamamen hata. Xato ekan. Bunda tushunmaslik lazım. İslam hiçbir zaman şeriat, yani şeriat diyen kanun diyen gap. Kanun emas. Biz şu Kur'an qanday kitap degan mavzuda to'xtalgan vaqtda o kanun emas, kanun kitobi emas, ilm fan kitobi emas, siyoset kitobi emas, misol yoki o'zi biologiya, fiziologiyaga o'xshash bunday bir narsani o'zini, ya'ni u ilm fan kitobi, ashunga o'xshash bir kitob emas dedik. Nima qilish? Qur'oni Karimda o sohada oyat yo'q. Qur'oni Karim o vaqtda qanday kitob degan vaqtda iymon, e'tiqod, ibodat bilan faqat insoniyatga prinsip belgilagan kitap. İnsoniyatning ishlariga prinsip belgilagan kitap. İnsanlar şu prinsip asasen nima tuzsa, qonun tuzsa, mesela siyaset qarta bir adam bir davlatga, mesela davlat qurgandan davlatga siyosiy qonun tuzaymiz degan vaqtda siyosetga qo'ygan Qur'ondagi shu prinsip asasen qonun tuzsa, Qur'oni Karimdagi siyosetga asasen tuzgan shariatning o'zincha u adam chiqqan bo'ldi. Onu to'g'ri ijro qilsa, to'g'ri shariat, yani siyosetdagi to'g'ri shariatni ijro qilgan bo'ldi degan. Qonunni ijro qilgan bo'ldi degan. Xuddi hamma sohada qonun nima prinsip bor edi. O prinsipni akagandikin her zaman her makonga to'g'ri keladi. Ammo u yerlik ahvol o'xshamaydi. Mesela davomli misol qilamiz, Somaliya bilan Turkiyaning ahvoli o'xshamaydi. Somaliya qaraganda Turkiya boy davlat. Misol o vaqtda o Somaliyadagi ahvol qarta mesela iqtisodiy qonunni tuzgan vaqtda Somaliyaga o'xshashni bersa hukumatga, Turkiyadagiga o'xshashni bersa adolatsizlik bo'ldi vaqtida. Shuning uchun nima degan vaqtda Somaliyadagi o'z iqtisod qarta tuzilgan qonunni o'zini u yerdagi ahvol qarta, jamiyatdagi xalqning ahvoli qarta tuzadigan gap, davlatning ehtiyoji qarta bojni oldigan gap, Turkiyada uning qarta tuzadigan gap. Ikkisiligi o'zi iqtisod sohat tuzgan qonuni o'xshamaydi, erish nisbati o'xshamaydi. Ammo prinsip degan vaqtda ehtiyoj qarta degan yatchi desa o'xshash, hech qanaqa o'zgarmaydi. Bundaq yani o'zini biz bilib olsaqlar, o Qur'oni Karimning ichidagi nurg'un hamma sohada prinsip belgilangan bu kitobda. Shunga hukmni bayman degandek sanab kelsa 10 tal, 15 tal chiqishi mumkin, undan jiq narsa chiqmaydi misol. Alloh razı olsun. Shunga bu her davlatniki Qur'oni Karimga asoslanib turib yani Qur'oni Karim to'g'ri keladigan holati, Qur'oni Karimning prinsipiga to'g'ri keladigan holat tuzilgan qonuni, shariat bu hisoblandi. Uni to'g'ri ijro qilish Alloh taolaning Qur'oni Karimda adolatni hukm qil degan hukmining o'zini adolatli qilganlik o'tirib chiqdi degan gap. Adolatni barpo qilgan bo'ldi shu vaqtda. Yani bunun aytgan vaqtda biz islom yani butunlay o'zi zaman va makonga xos narsa emas, bir o'zi umumiy bir narsa, shariat yo'lida xos bir narsa. Buning ichidagi mantiq jihatni aytgan vaqtda umumiy mutlaq degan bir narsa bor mantiqda. Mana shunday o'zi narsa degan gap. Har yerga xos tuzilgan narsa, xos tuzilgan qonun, shariat o butun dunyodagi qonunlarga prinsip belgilaydigan narsa islom yani. Bunu bilib olsak bo'ldi. O'tganda Diamond deganning o'zi, yani bir balaning o'zini qattiq mag'lub qilyapti-ku. Bala Qur'oni Karimdagi shariat qo'yilgan o'z prinsiplarni bilmaydigan bola ekan u. Diamondning o'zi ikki tal narsani aklaydi, ada qiluvdi. Birdan yo'q bo'ldi. Agar u Qur'ondagi prinsiplarni bilgan vaqtida u Oyshin 6 yoshda olganning o'zini inkor qila oladi. Chunki Qur'oni Karimda u o'zi Qur'onga yetgan vaqt to'y qilish belgilangan. U vaqtda u 6 yosh to'y qildi degan gapning o'zi xato degan gap. Agar qon bo'lsa, Payg'ambar alayhisalom Alloh taolaning buyrug'ini to'liq ijro qildi degan vaqtda Payg'ambar alayhisalom hech bir zaman 6 yosh oldi degan olganligi o'zi
töhmet degan gap. Peygamber Aleyhisselam'ın 6 yaşlı bir Ayşe'ni aldı degan gapning özü Peygamber Aleyhisselam kılgan töhmet degan gap o vaqtida. Ayşe'ni özü Peygamber Aleyhisselam ağanlığı fakat Ayşe Kur'an'a yetken vaqtida ağan degan ma'no chiqdi Qur'oni Karimdagi oyatga asosan. Biz o vaqtda o rivoyat ishlamdik, Qur'oni Karimdagi oyat ishlamdik. Demek o rivoyatning aşındaq nayati özü Peygamberge olsun İslam o nur kılgan böhtanları var. Onun için biz o neminin özünü rivoyatni bu yerda inkar kılıvatımız. Onunki özü din bolanmaydiganligini inkar kılıvatımız yani o to'g'ri xatolik emas, uniki nurg'a yeb to'g'ri narslar bor. O to'g'rini o'zi to'g'ri deymiz, ammo din emas uning o'zi. Hech bir zaman. Dinniki delili, dinga isbot bo'lamaydi hech bir zaman o rivoyatning o'zi. Xo'sh. Güzel Allah ders razı oldu. olsun. Yaxshi bir mezmunlar chiqdi o'tirgan. Ular o'sha bu besh to'liq birodarimiz degandek, shariat degan zaman shu rejim, qo'l kesish, chalma kesak qilish deganga o'xshash narsalar ko'z oldiga keladigan insonlarning. O masalaninki unumini qo'lga keltirishning islomning prinsipiyaligini hozir uqqan bo'ldik, tushungan bo'ldik. Lekin shariatning zaman, makonga xos bo'lganligini, islomning zaman makondan hal qilgan prinsiplarga egalligini qayta ta'kidlagan bo'ldi. Allah razı olsun. Başka sual binası geldi mi ya ki? Yok, ben köymeden sual yok. Tamam. Men bayatından dalika ustazma İmam Maturidi doğruluk, İmam Ebu Hanife doğruluk mezrasını sözlük ötürüm de. Aşın oldu mu şu biz yüzümüzü bu Uygurlarını yediyse aşında bizdeki fikri mezhebimiz Ebu Hanife, itikadi mezhebimiz Maturidi değil. Lakin Ebu Hanife'nin tarihini, siyasi tarihini, onunki hakiki Kur'an, akıl, vahiy, adalet bu cihetini yaklap mağdırgan aşı Maturidi'nin başında bunundan uzaklaşıp ketilgen mi şu? Bularını yıllıkı çapında talep aldı deyimiz var. Ameliyat bines yok ama. Ularına diyen Kur'an'ı nemi bu işi çıkaran prensip nemeleri doğruluk, tavsiyeler doğruluk bizim hayatımızı bines yok ama şu. Hatta şu Amerika'nın bir adam bu Orta Asya'daki bu Türkiye milletle İslam dininin ki dünyanın ilim fen tarihine ait çok tövbe koşkan alımlar bir şeyden çıkıp ki. Ben muşolar kandaklı bu şundan derslerini kolu keptiydi. Ondaki kandaklı bu çöküş başlandı. Diyen doğru tetkik kılıp o da. Müşünden bir kitap yazıp çıktı. Bunu bizimki şu Mehmet Kutsun okuyanın neşriyatı var o. Sınırın London'daki Uygur Dil Tədqiqatı degan. Yo'qolgan ma'rifat degan temada buni tarjima qilib chiqibdi. Tarjimasi shunday yaxshi ekan, kerak so'zni men shu Qurban hayitda o'zimga yetik qilib setib olib bu kitobni o'qib chiqarib qo'ydim. Misharim so'zlangan narsada shu vaqtdagi insonlar, ya'ni shu islomni shu vaqtida shu O'rta Osiyodagi aqlni, vahiyni merkez qiladigan, adolatni o'rtaga chiqaradigan şunda alımla felsefe cihetten olsun, ulama cihetten çıkan aşılar çıkıp bugünkü dünyada İslam'ın nurunu şunda taktikaya, yukarı seviyeye yetkizdikken depçi. Endepçiler bunun en ahırı çıkış kaçan başlanğanı diyeceğimde İmam Gazali yediği bir yerden çıkıp şu Fatih'in devletine memleketi adına. Şu nimide onun dinkin o alaka icraatınki kapılıkı devası diyendim dep onun dinkin dini ilim, fenni ilim dep ayrıt dini ilim en işin ilim, fenni ilim diyen onunla yetmeydi o. Diyendek müyne geplerini koyup insanların hurafilikka yüzlendirdiğin nokulçu. Allah'ınki Kur'an'da koygan nemelerge karşı
aşağı geplerni qilib, qilgandan keyin undan keyin çöküş başladı istiyormuş. Muşu kitapni tepib qarindoshlarimizni o'qib o'qishini tavsiya qilaman. İmam Maturidi'nin to'g'riliqmi bizning Uyg'ur tilida tarjima qilingan kitaplardan ko'rib bakmadım. Türk tilida azken çok onu hozir tezib qaytibimcha ortaga chiqarib o'tirdi. İmam Maturidi izlashlar ko'p bu yerda. Şoň biz Uyg'urlarda bu to'g'riliq izlashlar bo'lsa degan bir tavsiyani qilaman. Endi bu anaqa şeriat bilan aloqasi yo'q narsa emas. Çünkü bayatımızın zıdlarını şu, İslam dini, Kur'an'daki asas neyse, o umum prensiplerini oturup koyuyor. Halkımız emri şeriatımızı karşıya işgalimiz, 1400 yıl buraya yakınmış, birkaç yüzyıl buraya eski, aşı vaktiki nesinin hemmisini veya ağzını söyleyip gelin olmaydı, onun mevzini, şeklini evet, mevzini kubul kılımız, Kur'an'ın belgelep bergen normlarına, prensiplerine doğru gelip, üzümüzdeki yeni yolumuzda sizin menişimiz gerek, üzümüzün şeriatini, üzümüzün hazırlıklı şeriatı tanıta şeriatlarımızda belgelep, kanunlarımızı tüzüşümüz gerek. Hatta nahit isi getirmenin akıdında Uygur'da üzümün nakkurisini, şunam ya, onu tokuş gerek. Dediler, buna ait faydalık, yaxşı tavsiyeler, Allah razı olsun. Ben şu qarindoshlarımizga shu salg'an ma'rifat degan kitobni tavsiya qilish bilan bugungi shariat degan darsimizga nihoyat yaxshi bizga foyda obdan so'zlab berganliklarini rahmat aytaman. Ben shu kitobni tavsiya qilaman demoqchi. Masalan, bir tal misol so'zlab qo'yay, qarindoshlarimiz o'ngayroq tushunishi uchun. O'tgan dash Diamond degan bolaning o'zi, Yanbesning o'zini yengib olishda Ayşini 6 yaşta ağanki qandaq bu insan haqlariga to'g'ri keldi. Agar ashundaq bo'lsa, men bunda dinga qandaq hamda hurmat qila olayım degan o'xshayshunda bir mazmunni qilib bani o'zini tutib oldi-da. Agar shu shariatchi bolaning o'zi Qur'oni Karimdagi mush prinsiplarni boy deganga tushungan bo'lsa, Qur'oni Karimda nimalqi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima fazalallahu ba'zan ala ba'zan va bima anfaqu min amwalihim fas-salihat qanitatun. Fas-salihat degan iboraning o'zini ashbal to'g'ri tushungan bo'lsa, shu vaqtda bir to'y qilishga bo'ladigan ayollar qo'ygan prinsip nimaki Qur'oni Karimda? Degan vaqtda ashbalning o'zi o'y tutishga salohiyat to'shqan bir qiz bo'lish kerak ekan. Yoki bir ayol bo'lsa, u vaqtda uning o'zini to'yni qilishga bo'ladi ekan. Qanitatun öyneki, aileniki bütün özü qaid yosullarını to'g'ri etmana olaydigan, hafizatun öyge, yani özünün ailesi egi chiqa olaydigan holatdagi bir seviyadagi bir xotin bo'lsa, u vaqtda uni to'yni qilishga bo'ladi ekan degan ash prinsipni bilgan bo'lsa, Diamondning oldida mag'lub bo'lmaydi. Men mushundaq prinsip o'tirib qo'yilgan Peygamberge men bu ayet düşken ama düşkenlik için o peygamber hiçbir zaman o Kur'an-ı Kerim bunda prensiplerine xilaf bir iş qilib bakmagan. Bunun asasen Peygamber Aleyhisselam'daki Ayşe'nin 6 yaşta aldı diyen gapning o'zi butunlay yalgan deb onun o'zini Kur'an'daki ayetga asasen yalganı chiqara oladi abi. Bizning Qur'onga yetgan vaqtida, masalan, o'y tutaliqdek bir holat yetgan vaqtida to'yni qilamiz. Arabda balog'atga yetganda biz Qur'onga yetgan vaqtda deymiz misol. Shunday bir qoida bor-ku. Demak, bu nima degan vaqtda u o'g'il bo'lsin, qiz bo'lsin, ota-onaga deb menda qaraydi, o'ning o'zi o'y bir to'y qilsa, oilasining o'zini ep ma'lumdek bir salohiyatga egimi, aql jihatda, jismoniy jihatda, shunaqa egimi emasmi, ota-onaga deb bayqaydigan gap. Qur'on yana fa in anastum minhum rushdan degan oyat oyadi. Minhu rushdanmi? O nima degan vaqtda o'zining yo'lini tep ma'lumdek bir holatning o'zini siz bayqagan vaqtda degan gap. Demak, baljaqimizda shunday bir holatni bayqagan vaqtda uni cho'lsa, to'yni qilib qo'ysak bo'ldiganligini biz o'zi hukm qila olamiz degan gap. Demak, Qur'oni Karimda bunday bir shartni qo'yayotgan vaqtda payg'ambar bo'lgan bir kishining o'zi berib, hozirgi vaqtni hisob qilsak, pampersdan chiqmagan bir qiz bolaning o'zini, kichik bir qizning o'zini
Öyle olamda o. Demek Kur'an-ı Kerim'i doğru kelmeyen bir işini kılan olsa o peygamber olmaydı. Bu noktada aytkan vaqtda o 6 yaş 6 degan gapni o'zi diyor degan vaqtda u İmam Buxoriyninki aşağıda özü İmam Buxoriy so'zlab bergan odamning o'zi yolg'onni so'zlagan degan gap. İmam Buxoriy ayaga yolg'on narsani yozib qo'ygan degan gap. Hem de tarixda qandaq jarayonlarning bo'lganligini qiyomat kuni bilamiz. Lekin mening ba'zan tasavvurlarim keladiki, hamda shu bizga ismi kelgan nurg'un mashhur insonlarning taqvo, muttaqi, shu olim, mujtahid insonlarningki ko'pinchilari hayoti durust, yaxshi o'tgan namunalik insonlar bo'lishi mumkin. Imom Buxoriy misol shularning birisi desak, ular hayot vaqtida o'zlarininki kitoblarini nashr qilganligini o'zi ko'rmaganlik to'g'risida nima jiqgan. Ya'ni bunday solih insonlarning ko'pinchisi shuning nomidan o'tirib chiqqan kitob yoki asarlarning o'zi ko'rmaganlik to'g'risida nimalar jiqgan hamda bunda vaqaliklar jiqgan. Men shundan chiqib buni tasavvur qilamanki, hatto ashuni o'lib ketgandan keyin va yoki keyin ashuning nomini suiiste'mol qilib turib, ashuning jilitiga o'zining qismisini tiqib, manda aldab kelgan bo'lishi mumkinkan degan tasavvurni qilaman. Elbette. Aslında bu tasavvurları bu çok. Bayatına nime acım mı dedi, ustaz mı dedi, Kur'an'ı doğru kelmeydi o lepçe. O doğru. Ama Moşu 9 yaş, 6 yaş meselesi Ayşe'nimiz doğrulukçu. Moşu'nu adette İslam'a karıştırdıgan, İslamofobiyanı, İslam'ı düşmanlıkını kılıdıgan atizmçılar. Ya olmasa dine karşı, ya ki Hristiyanlar olsun. Deizmlar. Hemmisi deizm. Yani nima olsun, hemmisi Moşu'nu ortakmak kılıp bizge İslam'ın karşı nima kıldı ekende. Hem Moşu'nu ben bir tekimi yaxşı bir uray bunu doğru bilen dep Harvard Üniversitede okuvatkan bir adam Moşu'nu tetkik kılıp Moşu doğruluk maxsus makale yazıptı. Doktorluk makalesi iken o kitap bulup çıkırlıkken bunu ama ilk sen el açık diye ustaz bir programda dedi bunu şu. Sıla yaşlar İslam dinini üzerlamalık nima kılmayızlar. İzlenip tetkik mi kılmayızlar. Mena aşı Harvard'da müştevolu yazılıp çıktı. 350 bette de bir 100 betlik bir makala bu şu. Aşın üzerine ChatGPT'de kadar dersi çıktı. Tercüme kadar okusanlar bunu da İngilizce bilmesenler. Dedi aşağıya kadar vardı o adam mesela Şia, Sünni de iki çoğun nimege ayrılıp gittiğini koyamdı. Mesela Ali Raziyallahu Anhu taraftakiler mesela Ayşe anamıza karşı nimelerine ortaya çıkarış için onun yaşını 9 yaşta 6 yaşta evlengen 9 yaşta terk koygan baş koygan degandek şu. Moşu nersini kimden çıktı moşu rivayet, moşu hadis. Hadis de izlense bu hadis olmaz. Bu rivayet moşu 8. yılları oturup çıkan bir adamın ağzından çıkan nersi geldi ki. Hatta bunun sahih emez ki. Aşı Rabi'nin yanında mesele var geldi ki doğruluk. Nimeni tep çıktım bu adam. Doktorluk makalesinde şunu iniklap çıktım da. O adam yüzü ateist olsun İslam düşmanı olsun lekin ese bu doğru mesken bu dep aşını iniklap aşı yazıp çıktım da onun için. Maderecini izdini demdi. Şöyle komün İslam için, ateist İslam için. Hakkı bir demdi ilim için. Biz mana shu musulmondoshlikni ota-onamizdan doğrab o'rgandik. İstiklam suvni ichida cho'ngib qoldik-da biz. Yani acı-mucı mullaq etib bosmazroq so'zlaymiz. Çökep ketmey, lelyalgan keyin so'zlaymiz ha deymiz. Lekin resmi do'lqonga tushib boqmadik biz shu. Anda raqobatlik bir munozaralarga tushmadik. Shunga o'zimizning sal yamayirib kelib qolsa, har qanday bir dinsizlar yoki bir ilm ahllari bilan o'zimizning dini ustida munozara qilishdan faqat quvvatimiz yetmaydi. Ya'ni do'lqinda uzanmaymiz. To'g'ri. Faqat o'lik suv ya yaqin suvning mabishidan tushib, abishiga laylab berib olaymiz. Mana shu bizning so'zlashimiz. Shuning o'xshaydi bizningki ilmimiz. Faqat shuni o'rganish jarayonlaridagi tirishchanliklarimiz jumlasidan qanday deydigan shu savol so'raydigan zamonlarimizda shu Ayşe radhiyallohu anha aloqador shu mazmunlarni
soğumaydigan bir jarayan, yani soğumaydigan bir atlab ötep ketadigan bir mezmun emas yani. Hemmeden so'rab bakkan mezmun. Şu çağlarda ba'zan izohatlarda şu kelgan silsiladagi insonlarning haqqi, hurmati, shuni to'g'rilayman deb ba'zan izohat bergan do'stlarning o Arab memleketi istiqroyim bo'lg'achqa bolalar baldir yetiladi ekan. Belki o Abu Bakr boy bo'lganlik uchun bolasini kuchli baqqanlik uchun ajda bo'lgan bo'lg'aydi deganga o'xshash. Ayağını o'zgartmay, balaning yishiga shu pirslab ekilib, Aşağınınki 9 yishiga pirslab ekilib, shu balaga ketkizadigan izohatlarni anglagan edik vaqtlarimizda. Amaliyotda mana Qur'onning o'lchimiga qarasak, Qur'onning o'lchimida prinsip belgilangan ekanda. Ya'ni bir insonning o'zining beshiga resid bo'lgan degan gap boshqa ketgan, balog'at ketgan. Ya'ni o'zining ishini o'zi idora qila oladigan, bir o'yini boshqara oladigan, o'tishdan chiqa oladigan bir saviyaga yetgandiki, shuning o'linish salohiyatini to'shqanligini belgilaganligi uchun bu Qur'onning hukmining sirtiga chiqmaydigan bir payg'ambar undaq bir narsani ko'maytirib uni olmaydiganligini jazm qila olishimiz lozimki. Lekin bizning qo'rqinchimiz nima desa, biz qanchalik inson. U kadar zamonlardan beri, u kadar olimlardan eshib kelib bu masalani menga ishib qolamdi deydigan, burunqi o'tganlarning hayvisidan qo'rqadigan mushunda avval bor ekan. Asli biz har qanday Qur'onning o'zini ching tutsak, Qur'ondagi prinsiplarni yaxshi tushunsak, oldimizga har qanday bir yoki o'tmishdagi har qanday bir davaylab kelgan hayvatlarning hammasidan xalqib o'tadiganligimizni mana shu programmani boshlagandan buyon izchil shaklda o'rganib kelyapmiz. Do'stlarga ham tavsiya qilamiz do'stlar. Men shuni qistirib qo'yay dedim. Rahmat. Nayet yaxshi gap bo'ldi. Çünkü şu bir yalgan, mın yalganı to'g'dirdi deb Qur'ondan boshqa vahiy bor degandan keyin, undan keyin bu islom agar Buxoriy cho'ksa, islom cho'kadi degandan keyin bo'lishi. Shu yalganlarga ching esilg'achqa, shuni to'g'rilayman deb, shu yiqilib ketsa, bizim yiqilib ketmas, islom bizning yo'qolib ketdi deb aynan turgan gap. Shu bir ömrü shu yalganni yoki Qur'onning sirtidagi o'zi vahiy deb turib olgan, tenglagan narsani qo'g'dashlar o'tib qolgan gap. Birisi Qur'on oyat o'qisa ma Qur'on ekan deydigan. Masalan-chi, hadis binasi o'qimasa, qat'iy bir islomdan binasi so'zlagandek yoki olgandek bo'lmaydigan, huzur olmaydigan, aynan o'xshaydi shu. Ama bizim dinleme şu keyinki ana tilimizde öğrengen yani 70. yıllar tug'ilganlarning ko'pinchisi bizlar aqlimiz kelsek diyorlar ki qilurket deb alaqa nimedeki xutbadagi va'zni anglasak gapdan ba'zan qildab kulgimiz keladigan shakldagi izohatlar yoki tushuntirishlar bor edi-da. İnsanlar shu tarjimonlar shuni izchilashdan sodiq bo'laman deb so'zni bir uyg'urchalashtirib manda gap deyishdan yiqib Aşbeti ekip tercüme koyalım, bizden tilimize düşmeylik. Aşına biz namaz okuduk, cuma hıpsı anıldık da keleylik hem de. Yani aşında bir halet boğallık için bizdeki dini düşüncemiz, ügünüşümüz, eminaslarımız. Malum Kur'an'daki prensiplerini düşünüşten çok uzak kaldıkça şuna burada kardeşlerin hemmesi burunkuların heyvetlerini burun o'tganlarning shu va'z nasihatlarini ashunda qalaqa yo pir ilmiy shoirlardan degan o'xshash narsalardan anglab vujudimiz anidan silkinib turib biz shuningdan energiya aylab xuddi din degan mushulab qissaslar biyalarni ko'tarib yurib ma oyat manchilik o'qisang ma surni manchilik yoki falon yerda manda bir maxfiy duo borkin buni o'qiganda manda boyolab ketgan falon xinimni ko'ydirib oldi ekan degan o'xshash so'zlarning keyindan chepish ekan hammadan ashunda bo'lganligi uchun biz dinni resmi yaxshi tushunamabdik. Endi keyin kunlarda endi Allohning rahmatulloh Muhammad Salih Damallam va boshqa qarindoshlarimizninki Zeri Qarajinning olimlarningki tarjimalari o'tirg'i chiqdi. Vaholanki uningdan muayyan miqdorda foyda olgan bo'lsakmi, bu tarjimalarning hammasi degidek shu o'zi tava bo'lgan e'tiqod abatni degan deb o'tib ketdim. Maturidining gapini qildik, boshqa mazhablarning gapi bo'ldi, ya'ni shuna o'xshash boshqa imomlar aqidalarning gapi bo'ldi. Ash aqida, mazhab, iqim
gruplar, cemaatlarninki ta'siriga uchqigan shakldagi tarjimalar o'ttirib chiqqankanda bizda Uyg'urchada faqat bir qanchalar tarjima bo'ldi, keyin boshqa qarindoshlar yana yarim tarjima qildi. Ammo tarjima Qur'onning hech qanday bir narsaning ta'siriga uchqimay, so'zma-so'z nima deyilgan bo'lsa, ashundan o'zi bevosita shaklda hech qanday aqim, mazhab, iqim yoki aqidaninki ta'siriga uchramagan yalang'och holatdagi tafsirni yoki tarjimasining bizga nihoyat zarur bo'lganligini paydin-pay bag'ansir chunqur tushunyapmiz. Chunki tarjima o'zi tava bo'lib ketgan aqidaning qilipidan chiqolmaganligi uchun asli maqsad g'oyasini burmiladi ekan. Buni bag'ansir o'rganyapmiz. Do'stlarim yana shunday bir tavsiyalanishida deb qo'ydi. Qur'onninki shu yalang'och tarjimasi. Shunga ahamiyat berilishi lozim ekan. Endi bir muhim masala deb degim keldi, ranjimaysizlar. Endi biz hozir qadar o'lib ketganlarninki guvohligi bilan ashularning so'zini inkor qilsak, Qur'onni inkor qilsang bo'ladi degan o'xshash so'zlarni anglaymiz. Masalan, ashunga o'xshash kelgan emasmi? Ani olasan, ma'ni tashlaysiz qanday gap bu? Ya bu ishada bir aql ishlatish lozimki, bizda hozir biz birdan bir ishonch qiladigan 3 nuqta bor ekan. Men shuni o'qib baxtim, tasavvur qilib baxtim. Balkim xato bo'lsa tuzday. Biri aql, insondagi aql. Aqlga ishonishimiz lozim. Bir o'zimizda bir saqlam bir aql bormi? Bizga foyda manfaatimiz, ziynimizga bizga ko'yinadigan bir aql bormi bizda? Borligiga ishonch qilgan bo'lsak, ikkinchisi bir manba bormi bizga bu aqlni yetaklaydigan? Ya'ni Allohga ulashtiradigan. Allah ulaştırılan bir manba bormi deb izlab baqsak, birdan bir shaksiz o'zgarmas qiyomat qadar qo'g'dalganligi, har jihatlardan o'xish yo'qligi qatorliq mazmunlar bilan ichi teshidagi hikmatlar bilan bizning oldimizga birdan bir chiqadigan ilohiy kitob hozir Qur'on ekan endi. Agar Qur'onga ishonmasak, aqlimizga ishonmasak, o'sha ishim qolmaydi ekan. O'sha qanday bo'ldi ekansa, o'tmishdagilarning hayvatlaridan tegidan chiqolmaydi ekanmiz. Aqlimizga ishonsak va Qur'onga ishonsak, bizning Qur'on bizni olib boradigan yeri yani Allohning yo'li ekanda. Allohninki itoatiga olib boradi ekan. Ya'ni dunyo va oxiratda saodatga olib boradi. Shu mo'shu masalada qarindoshlarninki o'zgarmas, ya'ni ishonch qilsin, nimaga ishonch qilsin bo'lganligini o'sha yerda aniq bir uquvlishi lozimki. Agar bundan chiqib ketgan vaqtdan o'zida tushsa, agar tuzlaymandan oshirib deb ba'zan qarindoshlarninki dindan chiqib ketganlik ahvollar bo'ladi. O'shaqa afirini ba'navot degan shaklda. Men gapni biraz uzatib qoldim. Aytib asosan Qur'ondan nazar programmamizning ana maqsadini men bag'ansa tushunishim shu bo'ldiki, Qur'onning asli manbaligi saf va tek manba ekanligi, ishonchlik bir kitob ekanligi, ilohiy bir kitob ekanligi, uningdagi prinsiplarni yaxshi tushungan vaqtimizda va aqida, mazhab va boshqa iqlimlarning ta'siriga uchqatmagan shakldagi milliy manfaatimizdan asos qiladigan mazmunlarni ko'lab ashundan qidirib chiqib o'zimizning yo'lini o'zimiz topa olgan vaqtimizda dunyo oxiratda nimaga saodatga erishadiganligimizni men mishonda yakunladim. To'g'ri. Allah razı olsun. Endi oxirida bir og'iz gapni qilib qo'yay. Biz shu Qur'oni Karimdagi prinsiplarga asoslanib turib o'zimizniki milliy mafkurasini, milliy ideologiyamizni shakllantira olmaganligimiz uchun hozirgi vaqtda bizniki diniy sohada o'qiganlarimiz nima ish qilyapti degan vaqtda siyosiy jihatda so'zlash kelib qolsa, siyosat degan narsadan aslo xabar yo'q. Siyosatda johil. Shunday bo'lg'achqa bular qanday qildi desa, davomli diniy sohada bir qarindosh deb atilib qolgan odamlarni tarbiya turdiki, hech bir zaman haqning tarafida yoki o'zining manfaatini ishlatib turmaydi. Sen haqning ishi bilan ishing bo'lmasin, faqat qo'lingga keladigan narsa uniki ishidagi xato bo'lsa, xato qildi mayaning o'zini deb tanqidlashga bo'ladi. Va lekin sen uning o'zini haqoratlab, tarafbozlik qilib, bunday qilish bo'lmaydi. Bu qatimqi shu
Hamas bilan shu İsrail urushiga kelgan vaqtning o'zida birinchi qadamda hujum qilgan Hamas. Jinoyat asli Hamasda. Ayının o'zida. Bizning odamlar hech bir zaman uni o'zi e'tibor olmasdan berib, lekin İsrailning o'zini İsrail bizning hech qanday urug' tuqqunimiz emas. Hamas bizning urug' tuqqunimiz emas. Va lekin bu yerlik narsa haq masalasi bir, ikkinchisi nima degan vaqtda biz o'zimizning ishini qilib bo'lolmayotgan bir millatning o'zi nima deb haqning ishiga kirishib olamiz. Misol. Bundaq narsalarning o'zini biz kichkina diqqat qilishimiz lozim. Bu diniy soatdagi odamlar bu ishlarga kichkina o'zi kalla ishiltish lozim. Shuning uchun her narsani arabcha emas, baytimirsiyani davomli debatimiz buning o'zini bizning milliy ruhimiz nurg'un odamlarga susishib ketgan, nurg'un odamlarga o'lgan milliy ruh. Buning uchun u milliy ruhni asliga keltirish uchun bizda milliy ideologiya va milliy mafkura o'zi borliq kelish lozim. O'zimizda Uyg'urlik ideologiyasi yetilish lozim va har narsani Uyg'urning manfaati uchun o'ylay oladigan bir tafakkur yetilish lozim bu yerda. Sen xalqarалық musulmon bo'lib bu yerda butun dunyoda o'zi butun dunyodagi ish qilsa hukm chiqardigandek bu yerda undaq o'ylashning hech qanday hojati yo'q. Onun uchun bu yerdagi masala nima degan vaqtda qo'ngimda ishda yo'q, etim majam bo'ladigan bir gap bo'lgan. O'zining bir davlatning tayini yo'q. Undan keyin boshqa odamning davlatlariga qarshi haqorat qiladigan, u millatga haqorat qiladigan san nima? Sen o'zingning ishini qilsana deymanda. Biz o'zimizniki haddini bilishimiz lozim. O'zimizning ishini qilishini bilishimiz lozim. Biz davomli hozir devatimiz davomli nima programmaning o'zida maqsad nima degan vaqtda milliy manfaatni o'ylaydigan bo'lish lozim Uyg'urlar. Uning uchun tashviq qilyapmiz. Milliy ruhni tirildirish uchun tashviq qilyapmiz bu ishning o'zida. Islom dinining o'zimcha degan vaqtda islom dinimi Baytın degan o'xshash mesela sotsializm degan bir o'zi ideologiyaning o'zini Jungo qabul qilgan vaqtda Jungo sotsializm, Vietnam qabul qilgan vaqtda Vietnam sotsializm qilgan o'xshash. Biz bu islomni qabul qilgan vaqtda islomning ichidagi prinsiplardan foydalanib o'zimizniki territoriyasidagi masalalarni, o'zimizning jamiyatdagi masalalarni, o'zimizning siyosiy masalalarni, o'zimizning iqtisodiy masalalarning o'zini hal qila oladigan, o'zimizning madaniyatdagi masalalarni hal qila oladigan shaklda bir narsa tuzib chiqishimiz lozim biz. Bu vaqtda biz Qur'onni o'zimizniki ishini hal qiladigan bo'lamiz. Qur'on orqali yoki o'zimizning ishini Qur'on orqali hal qilgan bo'lamiz biz. Biz asla o'zi u arabniki yozib qo'ygan narsa orqali, arab o'ziniki shariat deb yozib qo'ygan narsa orqali biz bu o'zi vatan millatniki, u o'zimizning madaniyatimizniki masalasini hal qilamiz desak, asla hal bo'lmaydi u narsa. Uning uchun o'zi dapchasi bo'ldi, dutta tamburchasi bo'lmaydi deb ahmoqlar ashu yo'lga kirib qolgan odamlar. Shuning uchun bu yerga narsa nima degan vaqtda masalaning negizini tushunishimiz lozim, masaladagi prinsipni tushunishimiz lozim. Prinsipni tushunmay turib u yerda o'zi berib arab imoniyati, arabning madaniyatini din deb kirib olishning o'zi bizga tamoman o'zi halokatdan boshqa narsa ekanmaydi. O'tganda biz dedik-ku, bizga ikki narsa hozir eng og'ir o'zi bizga hujum qilayotgan bizning mavjudligimizga tahdid solayotgan ikki narsa bor. Birisi Xitoy. Uchiq oshkor tahdid solayotgan nima? Hozir o'ltirib hokazo qilyapti u dushman aniq. Ikkinchi birisi desa, bizga chiroyli yo'l bilan jannat kirsa, jahannamdan qutulsa, Allah razı oldu degan o'zi qalpoqning ostida millatni arab ideologiyasi bilan tarbiyalash, Uyg'ur ideologiyasi bilan Uyg'urlikning o'zini yo'qotish uchun harakat qilayotgan bundaq mollalar bor. Shu Qur'on kursi echayotgan, o'tgan mana shu Qur'on kursida o'qigan narsaga bizning siteda birisini o'zini o'ltirib qo'yiblik. Ashta qadam tarbiyalab chiqildi bu odamning o'zi. Shuning uchun bu yerga narsa nima desa, millatning yuzini juya oladigan bu avlodlarimiz. Millat yuz kela oladigan, ishni qila oladigan, millatni so'ya oladigan bundaq bir avlod yetishtirishimiz kerakki, asla u yerdagi o'zi u arab uchun xizmat qiladigan, arabning madaniyatini qo'g'dash uchun xizmat qiladigan bundaq odamlar bizga kerak. Arab zoti o'ziga yuz yetadi. Bizga ehtiyojim yo'q ularniki. Bizga ehtiyojim yo'q. Bizniki o'zimizning ehtiyoji bor. Bu sohada biz diniy sohadagi odamlar bu sohada nihoyat chunqur o'ylanish lozim. Har narsaning o'zini biz o'zimizni qutqizish uchun harakat qildiganga ishlatishimiz lozim.
özümüzni qutqazgan vaqtdami dunyodagi insonlarniki bir qismining o'zini zulmda qutqazgan bo'lamiz. Bu Alloh taoloning oldida katta bir ish. Qaynasak yomon qaynab ketamiz. Müslüman ulamalar birliki, dünyavi birliki Xitayga bağlığı mesela. Yani şu ula dinin siyasi cihette menfaatini asas kıldıqalıqını düşüngeldik için Xitayla hemkarlaştaydı. Elbette. Yani menfaati aşağıda boğulduğu için Xitayga beripti. Biz bu neyim için menfaatimiz için başka bir adamla hemkarlaşamayız biz. Anın karşı Yahudi devatkan, manın karşı Nesara devatkan, anın karşı Müşrik devatkan. Bu adamın gip tügümeydi zaten. Onun için biz bu yerdeki nesine mi? Onun dini neyim olsun. O yüzü hesap. Zaten Lekum dinikum. lekum dinikum veliyedin dünyadaki işinin özü. Onun dini neyim olsun özünün işi. Ama biz özümüzün milli mevcutluğumuzni saqlab qolish için, milli menfaatimizni qo'g'dash için her qanday bir adamga dinni o'tirg'i paslik qilib olmasdan onundan to'g'ri foydalanish bizniki o'zimizniki saviyasidagi bir ish. Allah razı olsun. Yükümüz yedi. Şu anda sizlarga o'xshash shundoq Qur'onga keldi, o'zimizniki milliy nimamizni keldi deb menda so'zlayotgan qarindoshlarni adabiyatda ko'rsam yuziga tukirib qo'ygan, undan keyin xotin taloq deb shundoq deydigan odamlarni chiqirgan uchun bu Qur'on Karimga uygun emas degan gaplar uchun xotin taloq deb qo'yish bilan u bizni xotinimiz taloq bo'lib ketib bularga ishlamas uchun shunga xotin taloq bo'lsa Qur'oni Karimda qanday taloq qiladi, uning hammasini deb qo'yadi Alloh subhanahu taolo uchun. Shunga o'zimiz shariat davlat quramiz. 1933 yılı İslam şeriat davlat qurgan biz aşı davlatni quramiz deb yurganman uchun Qur'onda nima deyilgan? Shularni bilish kerakda. Elbette. Qur'onda shariatni qanday qurdi ekanmiz Qur'on bo'yicha. Bularni bilishi kerak. Şunlaşmanla xalqan tükürüp buyduğan, xudni talaq deydiğan, Yani mesela terpe Abdülaziz birader. Ama o hükümlerine şu din namıdan berişi de menin şahsi göz karşıyım bizden cemaatle, bizden toplumla deyse yana özgü yarışı da hem de. Tamam. Sinan'la affedin. Ama Allah ve Allah Resulü'nün namıdan, din namıdan hüküm kılgınlığa baktığımızda bu hem onun uçuşmayken o, hem dünyanın kanununa uçuşmayken koş ziyan tadıdken bu biçarlar. Allah akıl versin. Qur'on qilgan gap bir yerda o'zlarining havaslari o'tirib chiqib qolgan gap. Anaqa imomlari bularning uchun diyamagan ekan o gapni iniqchi boshqalarni chiqarib qo'ydigan gap. Boshqalar Qur'on o'qimagan ekan, ayda og'iz kelgan davrdan gapchi. İmam ise vaqt kelsa uni tutib olgan gapda. Şu biladi kitap yo'q. Biz böyle giderleşkichilik berip şu hazır şeriatni qo'g'dayolmayotgan odamlarga o'landim qilib shu shariatni qo'g'dayolsin-chi ana. Qani qo'g'dayoligini. Abdurahmon Jamolning o'zi maqatib nemisda nurg'un gapni qilibdi. Mening o'l jadallashkichilik, meni ismim chiqib shunda so'zlab ketdimdi. Şu insonlarga bir gap haqqini qani. Sen shunchalik katta olimkansa, Aşı sözlayotganning hammasi aşı odamniki gapiga bir javob berib baqaqani. Shunchalik o'zi ba'zi vaqt nima qilamanda Qur'onning ichidagi bir tal prinsipni o'zini tushunmaydi bu odamlar. Prinsip degan narsani aslo tushunmaydi. Ammo bu yerda berib tahi gaqsaq bu odamning ismini chiqarishni zot xohlamaydim, ammo bu odamning ismini ba'zi vaqt chiqarib qolamiz-ku. Ama biz böyle yetişmeslik lazım. Biz Kur'an'ı sözleyotgandan keyin biz böyle yetişmeslik lazım. Özünün qo'ldan kelsa sözlüsüz Kur'an'ın özüne. Biz haqiqat o'ttirib chiqarish bizning vazifamiz bu yerda. O bir odamni oldiga gaplish vazifamiz yo'q. To'g'ri. To'g'rini o'ttirib chiqarish lazım. O bizni g'ajash bilan uni devatgan gap xato. Bizniki bu devatgan gapimizning ichida 1 soat, 2 soat gapotganning ichida bütün gapimiz xato emas, nachay, ahmoq. Bunun diyemiyoruz. Mançılık gibi hata dep mi demeydi?
Bütün gibi biz hatamış. Diyemegen Kur'an'ın özünün ayetini okutup devasım hata mı o? Bu özünün kadar şer'i haram yani manajetka vakit. özünün üyengen, aşı şeriatta üyengen su ise, özünün kanunu, özünün aşı dini uysa bulanın ki, ehl-i sünnet vel cemaat dini uysa, esli bula murtet, bula fındık, bula zindik depçu, hem de dep oldu. Fakat lan, özür imza koyup, murtetini öldürümüz bizim dinimizde, ehl-i sünnet dinimizde, bunu öldürmeyiz diye bir anı tamını besleyip, aşı hükümünü çıkaramagan biçim. Aşırı kılan bagaçka, başkına aldık iştirip kıyarlar, yüzü götüküygen, Allah manda deydi kalan için. Aşırı çıkarsa onun dinkine kürüdütçü, özünün kelimesi için. Doğru. Çıkaran bakla şunun için. Çıkarsa Ama bir şunun yüzünün dini de var bu için. Özü din de, Endi, ehl-i sünnet, endi bu din Allah'ın dini ekan. Ata-onamizdan dalanchi bugunchidan qolib qolgan eski tumoq yoki meros emas ekan buchu. Şu o dinning egisi Allah ekan. Allah o'zi nazil qilibdi, o'zi qo'g'dayman debdi. Uningga sakrab ketib, bek igdorchilik qilg'usi kelib ketib, xatolashganligini o'zi tushunmay, dunyodami oxiratimiz yataqsan qatorida bo'layotganligini biz his qilyapmiz. Chunki uni yashayotganlik uchun, uni yashab bo'lganligimiz uchun. İnşallah lekin bu birodarlarningmi, bu vatandoshlarimizningmi bir vatandosh bo'lishimiz bilan bir tilda so'zlaydigan, bir g'amning ichida qolgan, bir kiyimida birga safar qilayotgan bo'lishimiz, vatan zamondosh bo'lishimiz bilan ularningmi inshaalloh aqlini beshiga ilib, to'g'rini tepishini umid qilamiz inshaalloh. Ve hozir qadar deb kelyapmiz, biz shu Qur'onning asli bizda o'tirib butun chiqayotgan jidalning manbasi shuki, manba nima? Mənbə Qur'anlı olsa, aça kitabını köset bizge xatani. Şunundan. Değilse Ya bir yerim yıl oldu. Bir yerim yılını açtı. Onda gemini onu koldan kemmedin daha neyse. Mesela aşağıda Diamond degan balınıki aşı otur koygan gipinin hiçbirisi cevap veremaydı bula. Bu kadar zayıf yani insanlar bula. Çünkü bula Kur'an-ı Kerim'in içindeki prensibini hiç kalsın bilmegendeki şu hikayenin hemsini dindep qaraydı. Onun için bu yerdeki o'zi butlay patqaq kirib qolganligini o'zim his qilmoqlik. Hozir shu to'g'riliq birasi bir ma'lumot berdimi? Turkiyadagi nurg'un o'zi mana shu Abdulaziz Bayindir deymiz, shu Jiq Mustafa Öztürk deymiz, hammasi Daymonning deyotgan gapini nihoyat to'g'riligini deyotdi. Shu o'zi Qur'on qilingan bir islom dini qilingan bir haqorat ekanligi shu rivoyatning o'tirib chiqishi. Shu to'g'ri so'zlayotdi. Alçı desa, shuni hozirgacha rost Aşık Peygamber Aleyhisselam 6 yaşlık bir kız balının özünün ağallığını hem rast dep itiqat qilganligi uchun o anıqını qilgan gap. O Qur'oni Kerim bir narsaga itiqat qilishni birinchi o'ringa qo'ymaydi. O'qishni, bilishni birinchi o'ringa qo'yadi, bilib turib uningdekini itiqat qilishni buyuradi. Bu yerda shu birinchi oyat shu, birinchi tushgan oyat. Bu aqllarning odamlar bir narsaga oldin ola itiqat qilib turib, uningdek o'qigan bo'lg'achqa ichida xatoni topolmaydigan gap. aqllarga yana shuni bir tavsiya qildilar. Qur'onning qarshisida o'lik nomi mashhur ulug'larning guvohligini, atalmish guvohligini uni isbotlagani bo'lmaydi, lekin isbotlaymiz deb turib oladi bular. Ya'ni Qur'onning qarshisiga boshqa bir shuning ziddiyatiga bir guvohlikni o'tirg'a elib chiqib, yiqmayotdi-da. Kur'an o'zi guvohlatadigan mesela oyatlardagi bayonlar bilan, mazmunlar bilan. Elbette. Shuning o'zi kifoya qilsa bo'ladi dastlab. Lekin shuni o'liklarning burungi o'tib ketganlarninki izohatlari va bayonlari bilan, hayvatlari bilan burmilab qilishdan chiqolmadi, shu quduqdan chiqolmadi bular. Allah Çünkü bular Kur'an'a işenmeydi. Onun için Kur'an'a işense, ayet işense, to'xtabdi. O peygamber deganni Qur'onni harpan o'zi uyg'ulgan odam o. Ijro qilgan bir odam. U vaqtda qanday qilib Alloh taolo bo'yga yetgan qizni desa, u payg'ambar qilib 6 yoshli qizni ilib oladi. U mumkin emas, bu xato, ma'no o'zi yolg'on ma rivoyat deb oyat Qur'onning oyatiga asosini turib, undaq narsani o'zini yolg'on deyolmaydi bu odamlar. Chunki nima uchun Qur'onga ishonmaydi, oning ishini ular. Hikoyachil deymiz buni o'zini. Maddal o'z vaqtidagicha. Xo'sh, mushat bo'ldik qilamdiq. Mayli.
Aylanlarında biz böyle kaynap gidip yine ağzımızdan başka gepleşik kalmış. Bizden chiroyli gap chiqadi. Men jiq o'ylab baktım, o'sha inkaslarimiz hamiz qarab baktık. Bizde Hmm. mushriklar nejisdir desa oyat borda hamda. Bütün inkaslar qarab baksak eng chichang'ishib eski kitobga shu setlab ketayotgan qarindoshlarimiz o'zini ahli sunna va jamoa shu bütün to'g'ri aqidachilarning ishidan deb sanaydi. Ama ağızdan çıkıvatkan bütün nicaset şuldan çıkıvatıdı. Biz inşallah baştan ahire biz yüzüge tükürmeyimiz, umayımız, tıllamayımız, cidalık macera kılışmayımız, yak sıkışmayımız, çıraylık deyişimiz. En çıraylık sözlerden söhbetleşimiz, paranlaşımız. Şu an biz gep uzarsak mı, bizden inşallah ses çıkmaydı dep oylayman. Şu an enselediğin yerimiz mi yok. Lekin vaktine, kırındaşlarımızdan, vatandaşlarımızdan vaktini almaslık için dersimizden ama davamlıq, yəni davamlaşan olsun demegen gepni yapar deyilgan fursatimiz bo'ladi. O'shada to'xtasak yaxshi bo'ldi. Ishta qildingiz. Bo'ldi, ma'qul. Tamam bo'lamiz. Rahmet ustazlar, qarindoshlar. Qadrli ko'rurmanlar, 59